Assalomu alaykum qarindoshlar, vatandoshlar. Salomat yaxshi turdinglarmi? Baya o'ylamagan yerdan bir hech diqqat qilmagan bir ish sababidan ovoz buzilib ketib qolibdi va men kompyuterga hech qilmagan bo'lmasa tanishaklikda, ammo baya bu kompyuterning programmasini yangiladi dedi. Windows'niki yangi programmasi chiqibdi. Yangilabla kompyuterning qayta qo'zg'aganimni bilaman. Qarasam ovozni o'zgartirib yetibdi. Kompyuterning ovoz sistemasini o'zgartirib yetibdi. Shunga biza express ko'p qoldi, kechirsizlar qarindoshlar. Mana hozir kirayotgan qarindoshlarim bir xat yozayotganlar ovozlarimni o'xshalganda aqida, Nadiya, Qurbonjon, Patigul, Maryam Tursun. Apamay bir xat yazıyorsanlar mening ovozim chiqyapti hozir, chunki yana ovoz yo'q, niqib ketmayli deyman. Ko'pchilikning vaqtidan olmayli, texniklar xatolik qilib qolsa. Ovoz bor deydi, tamom. Qarindoshlar, bu yaqinning yog'i biz o'tgan qatimqi program deb o'tdim, shu Xitoyning virusi sabablik uyda o'tirgan bo'lib qoldik. Men uyda o'tirib ishlayman, bir qism do'stlarimiz uyda dam olyapti. Shunga burunqidek aldirash mezgillarimiz o'tib ketdi desak bo'ladi. Hozir hali sharoitimiz bor. Ya'ni pat-pat ko'pchilik bilan navbatdagi shu jiddiy vaziyatlar to'g'risida, chunki hozir vaziyat nihoyat keskin. Navbatdagi jiddiy vaziyatlar to'g'risida ko'pchilik bilan uchur almashtirish, fikr almashtirish maqsadida bir necha og'inimiz bilan maslahatlashdik. Ya'ni sharoit bo'lgan hamonla ko'pchilik bilan pat-pat uchrashib turish ekranda, ham eng yangi uchurlar bilan ko'pchilikni ta'minlash, ham ko'pchilik bilan bu haqda muzokara qilib berish orqali fikr almashtirish. Bugun tunugun e'lon chiqarganimizdek, mana yaqin oyog'i Uyg'urlarniki arasida bir qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan bir tema bor. Ya'ni inti degan birisi paydo bo'lib qoldi. Amaliyotda bu xilning oyog'i bor birisiga. U Uyg'urmi, Xitoymi yoki Jungolik Uyg'urmi, uni menmi inti deganni to'g'ri bilmaydi ekanman, to'qim shu yaqinda oyog'i sal diqqat qiladigan bo'lib qolgan. Ma vaqa chiqqandan keyin bo'lma Go degan Xitoy, qara Xitoy bizning Uyg'urlarni shunday sat gaplar bilan haqorat qilgandan keyin bu nima bo'ldi deb bu inti degan narsa to'g'riliq ozroq bilgandim. Va Go Xitoyniki Uyg'urlarga haqoratini anglab chiqqandan keyin mening g'azabim o'rildi. Malla emas, nurg'un Uyg'urlar bu haqda qattiq g'azabda hozir. Chunki agar inti degani o'zini Uyg'ur deb turib, Uyg'urning nomini setib turib, bir chet ellarda men Xitoyga vakillik qilaman deydigan bir qara Xitoyniki Uyg'urlarni bu qadar sat haqoratlashiga sabab bo'lgan bo'lsa, biz Uyg'urlar albatta qarab o'tmaymiz. Mushu temani ko'rdigan holda bugun ikki do'stimni ekranga taklif qildim. Birisi Germaniyadan Abdurimjon, yana birisi Amerikadan Umi Sabir. Ikki do'stimni taklif qildim. Bular bilan asosli mush tema va qo'shimcha virus temasida ozroq suhbat yaparmiz. Mushu jarayonda mana programmani ko'rayotgan qarindoshlarimizniki sharoiti balaniki biz bilan birga programmaga qatnashib, o'rtaq fikr qatnashtirishni umid qilaman. Assalomu alaykum do'stlarim, salomat, yaxshi turdinglarmi? Assalomu alaykum, va alaykum salom. Va alaykum assalom. Yaxshi, qarindoshlar, salom. Ikki kundan oldida Abdurimjon va Turkiyadagi qarindoshimiz kim bilan Shavkat bilan shu Xitoy virusi to'g'risida bir paranglashib qala ko'ngillik mo'ldashmoqdik. Onun aytishiga qarasam Abdurimjon dori qaynatib, shifoliq va dorining retseptini ko'rsatibdi. Uni qaynatib ichish usulini o'rgatibdi. Qanday Abdurimjon, bu dori foydasi bo'lyapti ya? Ya bu doriniki foydasi yaxshi. Bu hamda odatdagi zukamlarga yomon foyda qildi-ki. Yo'tal, shu so'qib ketgan, isqib ketgan har xil odatdagi zukamlarga foyda qildi-ki. Onu retseptni yozgan şu tibbiy mutaxassislarniki e'lon qilgan bayoniga asosan uni bir qatim qaynatib ichdik, bir qaral tugidi.
Dinlegen bir ketim kayıntip şuna işki başladık. Men de bizem yalğız mellam bunu bildiğe okşayman dep köpçük bilip qalsın dep ataydan poçılık qılıp bunu dinlegen naq meydanda onu film qılıp çıkıp ketmeye bildiğalar yamancık ya onu iştivatlar yamancık ya. Meni esimde kalışacağım şu yakında şu WhatsApp'ta bir kıyınışımız çıkarıp koyup ki onu tafsilatını. Şuna menimce uygulanan arasında bunu sınav atqanlar az emas bo'ldi qayntib ichib chunki materialni tapqil oldigan materiallar ki hem onu yasash usulü olsan ki şuna men bu qayntib ichyotiman gapning to'g'risi. O'tganda shu viruslar to'g'risida azroq bir paranglashgan to'q o kuni Umid og'inimiz uxlab qolibdiki bugun o'g'atdiq buni. Bugun hamda mana inti degan maqtaniki gapiga o'tishdan burun Amerikadagi shu Xitoy virusining ahvolini azroq do'stimiz Umiddan egallaymiz. Chunki Amerika bu son xili tovanti bir mezgil ama tuyuqsizlar portlab ketib qoldi. Bu shu Umidga og'inimiz turayotgan New York shtatida portlab ketib qoldi. Nima sabab bo'ldi Umid bunga? Assalomu alaykum qarindoshlar. Endi mana hozir Amerikaninki bu Xitoy virusi taqilish nisbati kundan kunga o'rlab ketib bordi. Men hozir masalan mana naq maydondan berayotgan bir nomerlarni deb o'tay. Hozirning o'zida 60.850 vaqa o'rildi. Bir necha kunning oldida bu 50 necha mingta hozir 60.850. Buningdan aran 354 odamni qutqizgan xabar bor hozir. 873 odam o'lgan deb qaralyapti. Buning ichida Amerikada eng boshda bu shtat Washington, yani Washington shtati deb bir shtat var. Bu Kanadaninki Kaliforniyaning yuqorisiga to'g'ri kelgan yerda. Shu yerning eng yuqori, eng og'ir bo'lgan, endi bu oxirgi mezgillarda masalan hozir men New Yorkninki hozir 30.811 voqeaga o'rildi hozir. Bu New York shtatininki hozir Amerikadagi butun ko'rilgan voqeaninki 20 teng darajada New York shtatida hozir. New York shtat o'zida hozirgacha 825 odam o'libdi. Hamda bu New York shtati deganda hamda asosi buningki ko'pinchisi shu New York shahri atrofida. New York shahri atrofida 17.856 voqea shu 17.850 ga New York shahrida, qolganlari boshqa yerlardiki. Buningda men New York shtatininki bu shtat valiysininki governor deb qo'yamiz. Hamda shtat bu governorninki tushuntirishida New Yorkda nima uchun bunday jiqib ketib bordi deganda New York hozir bu majburiy tekshirish. Masalan bir idora jamiyatda bir yerda shu virusdan nimdeymiz virus qaplagan bayqalganda shu odam shu bağan yerleri qayerlarda turgan kimlar bilan ko'rishgan bevosita munosabatlar hammani tekshiryapti uchun shuni o'ylab tekshirish majburlashgan degan uning shtat bo'yicha mecburi ehtiyojlik idare xizmatlardan hammasi farmon tushirgan bo'lgandan keyin asosiyat New York odatda yemek do'konlarda dori oldiganlardan do'konlardan doktorxonalardan boshqa deganda ammo jiddiy bo'lmagan idora xizmatlarning hammasi uyda hammamiz uyda o'tiryapmiz hozir. Bunga uyda shtat yaxshi kontrol qilyapti desak bo'ladi. Yaxshi kontrol qilayotg'achqa bu tekshirish soni ko'paygan sari bundan yuqumlangan bu kasal yuqqan insonlarning soni New Yorkda o'rlab berayotgan gap. Balkim bu boshqa shtatlarda shunday jiq bo'lishi mumkin. Ama hozirgi ahvoldan qaraganda ba'zi shtatlar bu New Yorkga o'xshash tadbir qo'llanmayapti degan gap bor. Bu qanchalik to'g'ri qanchalik? Tamam. Anlasam Trump efendi
helikopterde dolar çeşitliğe deydi. Bunda iş oldu mu de? Şu an Pepe'nde hazırlık için gap çekiyordu. Hem de hazırlık için tehe Ha. dollar çeşitliğen gap yok. Hem de hazırlıkça her bir Amerika fukrasına pul takıtmen davadıdı. Onu hem de hükümet özen bilse bu devlet iki partiye bilen başkırıldığın devlet olgandan birisi anda birisi manda dep onu tehe tasdiqligini yok. Ama bütün adam asas cetten idari cemiyetler takaldı desek oldu. Tamam. Amerika'nın ahvali hakikaten şu nimede bir kuyruğuyla hazır tünögen mi aldığın bizim kanında cami jukumlangan sani dünya ölçe 330 neçe mingdi. Hazır bugün 460 mingdan eşipti dünya ölçe jukumlanganlar sani. Ölgenlerinin sani 20.843'ge hazır. Bu son 5 Evet. eşi vatıdı. Bu yerde yanıla mesela Xitay'niki sanında özgürüş yok. Bugün 47'si bayqılıp demiş yeniden İtalya'da ama yani 5.000 adam bayqılıptı bir günde. Ölgenler sani 683. Amerika'da hazırlıkça bugün kanıya saat neçegacha bu mava statistikasi 7:20gacha bugün saat 7:20gacha bizim Avrupa'nın vaqti 7:20gacha Amerika'da 63 mingdan ortiq adam juqumlanıptı. Ölgen adam bugün bir günde 106 ga bir günde juqumlanganlarning soni 8 mingdan ortiq. İspaniyada mı bek ig'ir bo'ldi bu ish. İspaniyada 47 mingdan ish ketibdi. Germaniyada mı 37 mingdan ish ketibdi. Hem de bu virusning ahvoli mushunda qarindoshlar virus bizni vahimaga sab hammamizni qo'rqinchga solayotgan mush kunlarda bu vahimalik xabarga mos holda Uyg'urlar orasida yana bir masala ustida bir qattiq g'ulg'ul qo'zg'aldi. U bo'lsa-mu Mao Go degan Xitoyni Uyg'urlar asosan biladi. Çünkü bu Xitoy chiqqili, Amerikaga chiqqili hali yillar bo'lib qoldi. Shu izchil nimani, shu Xitoyniki maxfiy hujjatlarini e'lon qilish orqali Xitoyniki nimalarini oshkorlab qo'yotgan. Xitoy hukumatiniki ichki sirlarini ichib qo'yotgan bir Xitoydi. Ham Amerika hukumati bilan hamkorlashib Xitoy kommunistlarni og'dirma deb faoliyat olib berayotgan bir Xitoydi. Ham bu Xitoy nimishqa bu qadar ta'sir bor deganda bu Xitoy milliarderga, ya'ni cho'ng boyga puli borga, ya'ni New Yorkda shu markaziy rayonda bir binoni setib olib, o'sha hashamatli binoda o'tirgan bir Xitoy. Biz ko'p diqqat qildik shu Amerika prezidenti Trumpniki burunqi bosh maslahatchisi Steve Bannon bir mezgil bu Xitoy bilan nihoyatda yaqin hamkorlashdi, akufkadek yaqin bo'lib ketdi. Ham doim shu medialarda Xitoylarniki, Xitoy kommunist hukumatiniki ichki sirlarini birlikda ichib kelayotgandi. Ham orliqda bir videoda men chalpishib ko'rib qolgan bu Uyg'urlarning ichidan bir alomat, yaramliq bir talant egiz chiqdi. U degan andaq talantliq, mandaq talantliq biz hamkorlashib birlashgan qilyapmiz deb birisini tilga olgan bu Xitoy Yingti deydi-ku Xitoycha. Bu nima deydiganda Uyg'urlarning ichida Yingti deb birisi yo'qdi, bu qanday ismdi deb çalıp uçuklar bunda diqqat qo'yiblar nimada YouTube'dagi ba'zi narsalarni to'liq ko'rmaydi o'tib ketgan. Ammo bu qatim bu Xitoy tuyuqsizlar bu Yingti deganni tilab ketdi. Bu nima dedi deganda bu Yingti degan haramliq o'ylamagan yerdan terrorist chiqib qoldi. Boshqa razil Uyg'urlarga o'xshash, ya'ni bunun qanida shu razil Uyg'urlarning qani voqea deb turib, ya'ni u tili yamansa ishlatgan tili. Oldi bilan shu Xitoyniki Xitoy bilan bu Yingti deganniki ikkisiniki bir munosabatini biz ko'rib chiqaylik. Oldi bilan bu ikkisiniki quchoqlashib ko'rishgan bir videosi bor ekan.
你好，你好，今天是郭文贵先生是被告对吧？郭文贵先生是原告啊，他告的是什么内容？因为案子太多了，我现在忘掉了。他是告的什么内容是什么？就是诽谤跟诈骗。就是郭宝胜诽谤和诈骗郭文贵先生，然后郭文贵先生是原告，对，郭宝胜是被告。对 OK， 谢谢谢谢。喂，你好你好，郭先生，哈哈，你好你好。大帅哥，你吃早饭了吗？吃过了啊，给大家问个好。哦，应提仁波切，应提仁波切，双休过了吗你？这个玩笑不能乱开。你先进去吧，那我不耽误你时间。你要跟我们一起进去啊Mana diqqat qilsanglar, ma Yingti bilan ma Go Xitoyniki quchoqlashib ko'rishib, Go Xitoy yana o'zlarining Xitoyniki nimasi bo'yicha, an'anasi bo'yicha tushunimi yo'q deb so'radi-da undan. Tushunimi yo'q desa, tushlar dedi. Menga yig'inga kiramiz, day qo'rar, men birdaniga jidarda chiqa, anandikin kirma. Ko'rdinglar shu videodan bu ikkisiniki naqadar yiqilligi, ya'ni naqadar apoq-chapoqligi chiqib turibdi. Ammo bu Go Xitoyga nima bo'lib tegdi, tuyuqsizlar bu nimani ma bir necha kunning oldida chiqqan nimasida bu Go Xitoy nimani tillab ketdi, ya'ni 竟然有这些不要脸的东西替英提说话！你的民主，你的自由，你爱去哪民主、民主自由去？你别把我们中国人给绑上，他就是一个贪财的、有民族仇恨的、卑鄙的、可怜的，啊，把个人仇恨、把民族仇恨，是一个恐怖分子嫁给中国人的，就是那个英提，啊，他就是个贪钱的，一个仇恨骨子里边仇恨华人的，骨子里边就是一恐怖分子。郭7条，不反中国，不反中华。这个维族人，去你姥姥这个腿吧你呀！你有种放马过来！你现在你姐姐、你妈妈、你奶奶都在被共产党轮奸着呢、强奸着呢，你爸爸、你哥哥都被鸡奸着呢，你咋不去救他去？去你妈的腿！你放狗屁你！我一看到这种人我就恨死了，你知道了吗？假他妈仗义，假吹牛，你有啥种啊？你有种你来美国干嘛？你跟共产党 PK 去Xitoyniki razilligini ma ishdan olisi men og'zim buz o'tib qoldim. Nima deydi? Tuyuqsizlar vaqirab ketibdi. Bu Yingti deganda o'ylamagan yerdan terrorist chiqib qoldi. Seniki otangni, ochangni Xitoylar kommunistlar dedi-da endi. Xitoylar ayada qata qo'yotdi, bosqinchilik qilotdi, hatto dadangga, akangga bosqinchilik qilotdi. Nima deding sen tag'in millatim dedingmi? Ko'tardan millatingni. Millatingni ozod qilma, bir nima erkinlikka erishtirma deydigan ish bo'lsa, qisib yo'qol ko'zimdan. Yo'qolsin undan millating. Bizni Xitoylarni qo'shib olma deydi. Ya'ni bu tuyuqsizlar bu Go Xitoyniki bu qadar tillab ketishida nima sabab bo'lgandi deb men izlanib baqdim. Qarasam, bo'lgan ish nihoyat oddiy bir ishga. Ya'ni bu Yingti degani asli ismi Intizorga. Bu Jungolik Uyg'urga, ya'ni o'zini Xitoy demaydi-ku, Uyg'ur deydi-ku. Ma Go Xitoyning deyishicha bu bola Shanxayda cho'ng'olganmish. Ya'ni Xitoylarning orasida cho'ng'olgan bir Jungolik Uyg'urga kichigidan yana Xitoylik ideyasi singan. Bu izchil Amerikaga chiqqandan keyin izchil shu Amerikada qarindoshlarimiz har xil shakllarda jamboqchilik qiladi, ya'ni ya ba'zilar ishlaydi, ba'zilar tijorat qiladi. Bu bo'lsa mediada pul tepish yo'lini tutqanki. Ya'ni qanday desanglar, ma nimada YouTube'da agar sizni qo'llaydigan odamlarning soni palonidan oshsa,
ham siz ishlagan videoniki ko'rilish miqdori soni soati palon soatini olsa reklam qo'shib pul keldi ekanda buningga. Shunga bu bola mushu yo'lni tutgan ekan. Bu yo'lni tutgandan keyin hamda yangi ish boshlaganda bu bola yanala Xitoyligini qilib Go Xitoydan yordam so'ragan ekan. Ya'ni nimaga yordam so'ragan deganda bu program boshqarishga ozroq uskuna ketadi ekan, necha ming dollarlik uskuna ketadi ekan. Bu uskunalar endi mushu Go Xitoyning puli bilan e'langan ekan. Ya'ni Go Xitoyga yolg'irgandan keyin Go Xitoy necha ming dollarlik uskuna beribdi. Hem qo'liga pul bergan ekan. Ya'ni necha qatam masalan ma'bay ko'rishgan videoda Go Xitoyni birsi arz qilib Amerika Washingtonda sotga chiqmoqchi bo'lganda bu Go Xitoy bu yaqin inisi bo'lgan intizomni aeroplan bilan akilib bu sotga qatnashtirgandagi ko'rinishga boyaqisi. Anondan keyin hatto Go Xitoy buni yuqori maosh bilan ishlatadigan birimlarni qilishga tirishganki, ammo bu intiligini öz aldığı şu YouTube'da bir inti media deydiğin bir medyası var ki bu media ne kılıyor degende Uygurlar neymiş ki bilmeyimiz. Mesela Ümmet'ten sorsam ben tazı bilmeyken bu bana dedi Abdurrahim Can'ma tazı yakşı bilmeyken başka Uygurlar bilmeyken çünkü bu bala Xitaycı media başkan ki. Yani Xitaylar'ı sözleydi ki. Çeteldeki Xitaylar'a sözleydi ki kündelikde program başkurdu ki bu nime program başkurdu ki degende şu Xitay komünistlerine karşı Go Xitoy hazırlığı Amerika hükümeti bayı degandek Amerika hükümetidagilar bilan hamkorlashib nimqot edamizmi? Mesela bayı tilga olgandek Steve Bannon degandeklar bilan hamkorlashib kommunist Xitoyni ag'dirish uchun faoliyat qilayotgan birsikanda endi. Bu endi Go Xitoy asli buni bizning sepimizdagi, ya'ni ben bilan bir sep turib kommunist Xitoylarga qarshi jang qilayotgan jangchimiz deb ataydi ekan to'q. Ama bu inti degani o'ynamagan yerdan qaysi kuni Amerikaning prezidenti Trump Chinese virus deb atadimizmi? Xitoy virusi deb atagandan keyin bu Xitoy poqini yegan bola diqqatsizlikdan, ehtiyotsizlikdan Twitter'da bu Donald Trump'niki gapini chaplab qo'yibdi. Ya'ni Donald Trump bu virusni koronavirusni Xitoy virusi deb atadi degan bir narsani chiqarib ekan. Mushuni buni ko'rgandan keyin haliqi demokratiyani yoqlaydigan, Amerikada yashaydigan, Xitoyni o'zgartib, butun Xitoyni demokratlashtiradigan haliqi demokratik Xitoy qo'ng'ini yuziga chaplabla ni tamadi kungufunzi deb tushganga. Sen shu boshqa haliqi tegi pas Uyg'urlarga, ya'ni XJ deydi, ben tılığımı ağım kelmedi, bizim vatanlı birim deydi, bugün onlara XJ deydi. Aşağıdaki Uygurlarınki diye gınşin deydi. Pesligi bunun da mı bakya, yani kinadı bakya, bu bilmekti mi, bu mu teröristke, depla Go Xitoy tılap gitti bunu. Bu internet İsmail'li, bu Cumhurluk Uygur, bu bir Xitoy ameliyattı. Ama abet gibini aldınlar. Uygur deydi. Şunun açağını, sınlığını, onun qo'shib dadangni, hatta akamni Jijen deydi. Jijen degan ajoyib satgap bu. Mushta qilyotdi. Bundan keyin Uyg'ur deganni tilga olmayman. Tilga olmasang, nima qilsang qil, chit kafir. Seni bizmi bilmaydi, sen faqatla shu bir xotiningni, singlingni lovlingda o'qitib berib, pul topgan bir kafir ekansan vatanda. Seni yo'g'on so'zli topgan faqatla puling. Ammo qandaqdir bir inti manqa bir inti chaliqday sababilla Uyg'urlarga bunda haqorat qilishing bizning Uyg'urlar orasida qattiq qo'zg'ol qo'zg'ayapti. Mush ishtimmo bir narsani bila olmaymiz qarindoshlar. Mesela bu inti deganni biz mesela ko'pincha biz bilmaymiz Uyg'urlar. Ammo Go Xitoyning og'zidan bu haqoratni aniqlangan ki Yigiti degan kim o deganga diqqat qilib uning javobini topdik. Yigiti degan kimga deganda inti qani bir yerda bir rasmi bordi buniki man Inti Republic
bu inti deganda bundan narsa endi bu izchil bu nimani targ'ib qildi ekan deganda bu bizning vatanda shunday yozibdiki ma yozmasida hozirgi amaliyot shuki deydi. Bizning vatanni XC deb ataydi, bu izchil XC ataydi bu Chala Xitoy. Bu XC degan tuproqda, ya'ni bizning Sharqiy Turkistonda 21 milyondan ortiq bu tuproqni suyadigan qarindoshlarimiz yashaydi. Ya'ni buning ichida Uyg'ur, Xitoy, Qozoq, Mo'ng'ul, Tatar hammasi bor. Shiva deb yozibdi. Uning ichida har millatlar hammasi agar sizlar erkinlikka intilsanglar, demokratiyaga intilsanglar, qonunga intilsanglar, biz bu tuproqda haqiqiy, ya'ni ismi jismiga loyiq yangi bir tuproq, yangi bir respublik debdi, ya'ni bu cumhuriyat qurib chiqishimiz kerak. Uning ismi XC Cumhuriyati bo'lishi kerak debdi. Ya'ni bu maqninki arzusi shuki, bizning vatanda XC Cumhuriyati qurdiki, aşani suyadigan Xitoylar bilan, ash tuproqni suyadigan Uyg'urlar bilan, ash tuproqni suyadigan ashad yashayotgan hamma millatlar bilan birlashib XC Cumhuriyati qurdiki, buning arzusi shuki. Endi bu maqninki bu ahvoli agar nəhayət osonda ko'rilgan ahvol bo'lsa maylidir. Ammo bir reallik shuki, qarindoshlar, chet eldagi Uyg'urlarimiz orasida mushunga o'xshash Xitoyning po'qiniyat, Xitoydan ayrilanmay hozirgacha Xitoyga tayanib yashayotgan Uyg'urlar oz emas. Xeli bor. Bular o'z oldiga yashayversa maylidir, ammo bizning da'vorimizni, bizning Sharqiy Turkistonning mustaqillik da'vosini yani özünün temisiga aylandırıp elib, biz Uyg'urlarning o'rtaq bo'lgan bir orzusiga xilop chiqimiz bo'ladi. Ammo mushu ishdan mushu inti degan manqiniki, ma Go'xtay degan peshvasidan mushuni his qildikki, qarindoshlar, aramizda mushu Xitoyparastlarniki bizga bo'lgan ziyni nihoyat cho'ng bo'lib o'tadi. Çünkü Go'xtayniki qandaq bo'lmasin Amerikada ve başka erkin dünyada xil ta'sir var. Endi bu mushu demokratchi degan Xitoylarmi bizni uch qashqara mushu azraqlar. Erkak qilgan Uyg'urning hammani terrorist deb. Mana Xitoyning abdibasharsi mushu. Sen har qancha demokratik Xitoy u andaq o'zgardi, mandaq o'zgardi, biz bilan birlashib bizning mustaqilligimizni qo'llaydi deganimiz bilan u baribir Xitoy. Ya'ni din Xitoyning gapi bo'yicha oq mushuk, qora mushuk, hammasi mushuk. Yoki oq ishit, qora ishit, hammasi ishit. Bu vaqtda mana o'sha qarindoshimizniki shu chet eldagi aramizdagi Uyg'ur sanalayotgan, o'zini Uyg'ur ataydigan shu Xitoyparastlarniki bizga olib berayotgan ziyni, jumladan shu ishniki bizga olib kelayotgan ta'siri haqida ozroq sizlarning fikrlarini anglasak. Abdurahimjon. Bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Akşamlığına xayrlik bo'lsin, boshqa yaldagi kunduzligina xayrlik bo'lsin. Endi mavu Xanti degan mabalniki to'g'risida yomon emas. Jasorat apandi tushuncha badi. Buni biladiganlar asosliq bir Xitoy tilli Uyg'urlar chet eldagi. Buniki ish faoliyatini yaxshi biladiganlar endi. Shu saqlandi emas, endi yo'g'on bir bola ekan, 30 yoshdan atrof oldi keyindi. Mushu bolaninki ish faoliyatlarining qanday mengayotganligi, qaysi xarakterda, qaysi uslubda, qanday temada mangadiganligini yaxshi bildiganlar asosliq chet eldagi mushu Xitoyni demokratiyaga o'tkazsak bo'ladi. Shu demokratik cho'ng jungoning ichida xotirjam, bayashat, erkin, haqiqiy bir avtonomiya tuzumi ostida yashaydi deb orzu qildiganlar buni yaxshi bildi. Buning nima ish qildiganligini, nega berib, nerdan keldiganligini yaxshi bildi. Yana birisi yoshlar asosliq ichkirida Xitoy o'lkalarida o'qigan shu 30 ning oldi keyindagi, 35 dan 25 ning oldi keyindagi chet eldagi yoshlar
Xitoychaga qiziqadigan, ya'ni Xitoycha manbadan material ko'radigan yoshlar ham siyosatga qiziqadiganlar buni yaxshi bildi. Endi asosan ko'pchilik Uyg'urlar buni bilmaydi, ham qiziqmaydi. Onda bir bolaninki Xitoyga yurganligi o bir parvo qilmaydi asosida. Buningki mayli bizningki haqliq da'vorimizga ziyonliq bo'lsin, buning qilgan faoliyatlari, deydigan gap so'zlari. Yoki foydali bo'lsin, faqatla buning bilan asosliq parvo yo'q. Men qiziqmayman unga. Bir 2018-yili bir filmini yo'llabdi-ki, ko'pchilik shu WhatsApp guruhlarga yo onu bir ko'rgandim. Shu vaqtda shu Go degan Xitoyning o'zi bir yig'inga axborot e'lon qilgan yig'inmish. Shunga chaqirib buni aeroplan belgilab berib, boshqa bir shahardan Ataydan apirib yig'inga qatnashtirib o'tirg'i chiqiribdi-ki. Shu yig'inga qatnashish munosabati bilan bu bola tonilibdi hamda Xitoyning ichida bakrak tonildi-ki. Şu Xitoyning hozirgi umumyuzlik Xitoylarmi noroziga asosli bu hozirgi Xitoyning hozirgi davlat siyosatidan. Buni norozi bo'ladigan Xitoylarning o'zi mushu bolaninki tarqatgan uchurlardan huzurlanib, shundaq ham o'tadigan shunlashqa uning qancha yuz minglagan ergashkichilar bormish Xitoy ichi va sirtida. Buning muxlislari buni tinishab, bunga chavoq chaldiganlar bormish. Buni ham mushu o'ringa yetkazgani şu Go Xitoyga asosli o yetaklab iqtisodiy yordam qilishli emas, Uyg'urlarning ichidan o'ziga shundoq bir juguyitim qiladigan bir soqaning o'zini yollab olish taktikasi borda hamda Xitoylar har zaman shundoq yollab oladi. O'tmishdan boshlab shunday yollab kelgan Uyg'urlarning ichidan Xitoyni himoya qiladigan, Xitoychilikni tashviqot qiladigan, Xitoyniki mehrini şapkasını Uyg'urlarning ichida qanot yaydiradigan ashundoq g'asiga, g'alchilarga ehtiyojli bo'lib kelgan Xitoylar. Endi chet elda men chet elga chiqib bo'libmi shu Germaniyaga kelgandan yog'i Xitoy demokratlari bilan apaq-chapaq bo'ladigan bir hodisa bordi. Xeyli uzun yillargacha oshkora davomlashib kelgan. Shu chog'larning o'zida men bularga bu vaziyatga norozilik bildiratdim. Bu yaxshi qilmaysizlar, boshqa yaxshi qilmayapsizlar. Xitoylar qachonlar bo'lsin Uyg'ur Xitoy ishga ayrilmaslik deb shuni o'tirib qo'ydi. Vatanning ichida amal yo'q, bizni Xitoylar majburlab, zo'rlab, zulm qilib turib, Xitoy bilan birga yashashga zo'rlayotdi. Ammo chet elda erkin dunyoda o'z erkinliginglar bilan, o'z ixtiyoringlar bilan bu Xitoylar bilan birga yurganliginglar mayli kommunizmga o'tsin, mayli demokratiyaga o'tsin, Uyg'ur Xitoy ishga millat ayrilib ketmaydi. Bular faqat bularni arib turgan, ziddiyatleştirib qo'ygan narsa hokimiyat sistemi muvofiqli bir vaziyatga kelsa, bu ikki millatning o'rtasida milliy ziddiyat yo'q deydigan mushu Xitoyning safsatasini, mushu rezil suiqasdini sizlar isbotlab qo'ysizlar deb mushu nuqtadan jiq norozilik bildiratdim. Endi demak, o'sha 20 necha yillarning oldidan tortib chet elda shunday Xitoylar bo'lar ekan, Yanjachi, Wei-Jingshin, Huqunda deydigan valli deydigan bir Xitoylar bor ekan, guruhlar. Mushu guruhlar Uyg'ur da'vogarlarini, tashkilotlarni orqaga sevilib, xuddi mushu hozirgi mushu Xanti degan mushu bolni yetilib olgandek, bu yoq yig'inga borsa, o'talga bilet olib berib, ozcho'ligi Xitoy restoranlarga berib, o'dak olib beradigan, mehmon qilgan ishlar bilan bularni qo'sh qilib, yetlab yurgan ishlar yomon jiq bo'lgan ekan. Hem şunu anlap duruttuk, ona norozilik bildirdik. Hem bu işler kim? Şu Rabia Qadir Hanım bu işleri Uyghur davasına mesul olup, oturup çıkandan keyin Xitoylar asta tezip Uyg'urlarning ümitini üzdüm qanday qildi. Ba'zi bir chaqlarda Rabia Hanımning şu Amerikada bir yig'inga chaqirib qolsa, Xitoy demokratlari deb u Xitoyning vakillarini qatnashtirib qolgan, shu bilan birga o'tirib reysga tushib, bu hakaza qilib, bunda qismi, ammo tashkiliy jihatdan demokratik Xitoy guruhlari, ya'ni bu qochqin Xitoy diplomatiya guruhlari Uyg'urlarning tashkilotiga tashkil jihatdan ochiq oshkora munosabat qilolmay kelyotganlik ham hozirgacha. Endi Amerika taraflaridagi ishlarning umumiy ahvolini bilmaymiz. Ammo yaqindan yog'i shunday satchilik chiqyapti. Demak, bu bolaning o'zini Xitoy maxsus yollab o'tirib chiqargan bola bu. Buniki hayotni sen deganga o'xshash
bu YouTube'da şundaq Bilal az da bir 3 minut 5 minutlik gapildi anda gap qilib shu Xitoyning rahbarlarini mazaq qilib yumruq ketib masxir qilib anda qilgandan keyin uning huzurlanadigan 100 mingdan Xitoylar ekandi bunga kirib like qilib qilgandan keyin bunga pul qilgan bir ish bor ekan. Bu bola kunda bir $200 atrofida pul topadigan o'xshaydi. Shu pul bilan janni vaqt ekan. Bu janni vaqtga qo'sh mehnat qilmay, jaforatmay. Hem Xitoyning ichida onunki mashhur bo'lganga qo'sh ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan buning ko'ngli shundan suv ichilgan gap. Endi xo'jayini Go Xitoyning o'zi Uyg'urlarning orasida mundaq bir yosh sarkining o'zini yetildirib chiqsa, xuddi o'z vaqtida 30-yillari Eysa Efendini Xitoylar yollab elib, yetildirib chiqib 44-yil Cumhuriyet qurilgan chaqda uning qarshi chiqsalarga o'xshash Xitoy bunda tarixdan albatta paylandı. Bunda tarixdan sabaq aldı Xitoy. Tarixni yakunlatib ish qildi. Bundan keyingi Uyg'urlarning ichida shunday aktiv ko'z ikisi bulaydigan bir yoshlarning o'zini chiqarsak, Mao chet eldagi faoliyat bakkan bu Gundapay granat başlarının o'zi baribir sapin tushib qoladi. Bundan keyingi Uyg'urlarning davosini yoshlar qildi. Bu Uyg'urlarning chet eldagi g'arbdagi davoni yetaklaydiganlarni yoshlashtirish shamili bilan bunu aldı bilen ben bununla ul silip yeteklayman deyilgan bir g'araz bo'lishi mumkin. Bu herkes ondan xali emas. İki adım bir kalam bir qirqagan narsani chaqirib olib yetlab onunla mablag' silib o'tirg'i chiqirib o Xitoylarga qo'llatib unda qilmaydi, yetaklamaydi. Bunda cho'ng bir strategiyaning nimasi bu? Strategiyaning amaliyashayotgan bosqichliq taktikalari. Bu bola endi o Şanxayda mı çoğun olan bala emas ki, vatanninki şu Guljidiratda çoğun olan bala ki, işkirde şu ikinci dönemde Xudayım Şanxaydan bir geldi, bir mektepte, üniversitede ictimai fen kasbida o'qigan ki, onu o'qidim, o'qimadim, shu yerda yurib, anne ikkinchi bu Amerikaga 2 yildan 45 yil o'qib, shu Go'ning oldiga yilda endi kelib qolishdi Amerikaga. Kelib endi shu 2018dan boshlab shu Go bilan ham yaqin munosabat qilib, endi o'tirib chiqdi buniki, jarayonimiz shu. Bu yomon yeri bu balning o'zini Amerika Uyg'ur jamiyatini saylim bo'lgan chog'da bir yoshlashtirimayotgandan keyin bu bir yaxshi bir ish qilgan deb bizmi olqishlagan to'qazdilar. O shuningga idora hay'at a'zosi edi atrofida shunchalik hayron qolgan buning shu vaqtdan deb. Buningki nimaga Aqnur rayonga biz Xitoy bilan birga qo'shilib u yerda bir Xitoy Cumhuriyeti qurmaymiz deganisi, o siyosiy gap emas, unda bir siyosatni bildigan o darajaga emas, unga qiziqmaydi. O faqat Uyg'urlarni asti o'ziga tortish uchun bir qatimli qo'llangan taktikasi, oningki izchil qilayotgani u yerda bir o bizniki Uyg'uristonning o'zida, Sharq Turkistonning o'zida bir mustaqil mayli Xitoy davlatlarida, Uyg'ur davlatlarida u yerda bir mustaqil davlat qurmaymiz degani, o o'ziniki alayda bir planı emas, oningki harakat vositasi emas, nishoni emas. O faqat vaqtliq bir Uyg'urlarning yoshlarning ichiga bir nima solish uchun, vahima solish uchun, bir pishni yog'va solish uchun havas paydo qilish uchun paydo qilgan bir narsa u. Uning asosli harakati va natijalari hammasi shu ishkirdagi Beijingdagi Xitoy boshliqlarini tanqidlab, yumor so'zlar yurib, Xitoylarni huzurlantirib, shuningdan o'ziniki ma'naviy va moddiy ehtiyojini qamdab kelayotganli bir bola. Ammo bu Xitoyningki buni qo'llanayotgan stratejisi o nayetli muhim, onunki o adet iş emas. Ama bu qatim buni qattiq urib etdi. Bir qatim Xitoy virusi deb qo'ygan o shu Trumpniki bir so'zini naql keltirib qo'yish yo'lla buni nayet qattiq urib etdi. Buni unda urayotgani elki o'shini jig'val deb bir qatim yuziga so'q shunda kechib buning uyqusini echib qo'ygani. Endi shunga haqorat qilsa, dadani anangni palam pistan deb shunchaki haqorat qilsimi, qapini bir qatim turib qo'yishning o'rniga yeyib turib, uninga do'ypocha shanshan deb mundaq muomala qilsa, endi buningki nayet o'tib ketgan bir vijdonsiz pasandininki xarakteri mavandi. Buni endi o'g'il bola degilib bo'lmaydigan darajada hayvanmı endi bir erkek hayvanmı bir erkek xo'rozmi sakrab bir qo'yib ishkini buningda undaq bir xislat xarakterining yo'qligini bildirdi u. Siz xato tushunib qo'yibsiz. Men unda demoqchi emasdim, men kommunistlarni demoqchidim. Siz xato tushunib qo'yibsiz deb deb u yeyib turib, menda
onunğa mesaj yollığını videoluk. Bunun özü özünün qançıq iplaşlığını zadi tapınımını yala desen ben yalayma. Çatırlığım öt desen ötelayma. Yeter ki beni taşlıvatmığın kocayını ben sana sade. Şimdi bağlap koygan bir iş ben. Bana sunak taşlap versen kocayma, junduk taşlap versen yalayma. Ama beni kettimege ben bu işçilik sadakat ben bildirip sen bilen bildim ağalayma diye ifadını bildirvatıdı. Onun ki ahvali. Hem de neymiş bunda ifade bildirdiyse bu kocayından şundaqıl taşınıp gelse o endi bir emgak qilish kerak. Amerikan şaraitida bir yerda o resmi mayli aqli emgak bo'lsin, mayli jismoniy emgak bo'lsin, o bir kompüter texnik işlerini öğrengen balike onda işin kısmı kolaydı ama 8 saat boyunca bir iş bergen firmada rasmi muntazam oturup emgak qilish kerak bu. Ama bu oynap çoğunluğun Xitayning maktablarida o'qiganlarning asosiy keyingi yillarda shu o'ynab o'tdi o fikrda nimalarda o asoslik o burunqidagi 30 yillar avvalgidek unda o'qiydigan sistem yo'q. Asoslik ashada o'ynab tomosha qilib yil o'tkazib o'qiydi ham bu yoshlar. Qo'lis ashuna o'qiydi. Buningda shunday xarakter bor ekan, endi ahman chiqqan bu bola. Unda olgandan keyin bu xo'jayin tashlab berdigan bu sunakdan ayrilib qolsa buning hayoti shu yerda oxirlashgan bo'ladi. Bo'lmasa kötürevarsın. Nimetin sen? Sen mi bana okşaş bir kaşkun? Sen puldar kaşkun, ben pulsuz kaşkun. Sen başka bir millet, ben başka bir millet. Nime demekçi sen de bana töt kız kapını tiralaydı. Şunda kılarsa o hocayını bunu hem taşlıvatmaydı. Ama hem taşlıvatmaydı. Bunu kattık vurup, gururunun bayokluğunu dünyaya göğüstüp durup, andaki enas yaksın tutup, silkip durup, destek götürüp, bunu iş salıdı hocayını, onu da taşlıvatmaydı. Azizim şunu to'xtatayam-da. Ümit adash, mening bilishimda sen toza diqqat qilmabsan bunga, ammo bu ahvollarni bir aqor tushundirdik, anglatdik maydonga. Bo'ldi. Sening kallangga nimalar kelyapti hozir? Rahmat, men endi rost degandek shu bir necha kunning gacha jarayongacha bu inti degan kimligini mi dikkat qilmoqman ekanman rostini desam. Chunki men hamda shu vatandan ayrilganning yog'i Xitoy tilini praktik qilmadim. Ham xizmat sharoitida ehtiyojim bo'lmadi. Bu Xitoycha gap qilgan bunda xabar berib yurgan u Uyg'urcha so'zlamay Xitoycha gap qilib yurganlar bilan rostini desam aloqa qilmag'ashqa men. Bu bolaning kimligini uqmabdim-a. Hem bilmeydi ki ama Abdurrahimjon qarindishimiz degandek rostini aytsak bu bir Sharq Turkiston mustaqillik davosiga bir ta'sir yetkazib ketgan bir bola bo'lmagan ekan. Buningga diqqat qilmabdiman ama bir necha kundan yog'i bo'lib sen bilan paranglashgandan keyin bu inti degan zoti kim o deb buning gaplarini anglab, Govingoy deganninki gaplarini anglab azroq xabardor bo'lgan bo'ldim. Hem de bu vaqtda gapni Abdurrahimjon qarindishimiz nihoyat yaxshi tushundirdi. Bu yerdagi bo'layotgan masala nima degan chog'da ham bu gapga boshlashdan burun bir narsani eskartib qo'yaymi. Shu Govingoy agar esinglarda bo'lsa, shu bir necha 2 yilning oldidami xatolashmasam shu Xitoy kommunistlarga qarshi harakat qilganlarga men pul berma deb qo'ysa, zodi oqoqidan Govingoyga iltimos qilib pul olma deb o'sha qilib ketgan Uyg'ur oz emas. Tashkilotlar oz emas. O'zini mustaqilchiman deb bayroqni ko'tarib olganlarmi, ko'tarib olgan ba'zi kichik ushaq-shushak jambaqalarmi zodi Govingoyga zodi bir cho'ng bir hukumatdek iltimos qilib ketdi-ku. Bu Govingoy degan bu Xitoyni, bu chapaqni azroq ko'tirib qo'ygan Uyg'urlarmi bor buning orasida. Shu voy bu qanday qilib bu Uyg'urlarni uningga bog'lab qo'ydi degan chog'da men Abdurrahimjonning gaplariga qo'shilmay, ham Uyg'urlar o'zimizdami bormi shu ba'zi mustaqil Sharq Turkiston mustaqillik davosini qilyapman deganlarmi menga pul bersang deb iltimos qilganlar emasmi shu Govingoyga. Shunday ishmi? Shunday ish bor. Endi bu yerda ismini atab yurmay, bu yerda bir necha tashkilotlar, bir necha shu mustaqillik bayrog'ini ko'tarib olganlarmi, endi bu avtonomiyachilarni bir joyga qo'yib turaylik, mustaqillik bayrog'ini ko'tarib olganlarmi
şunun pul ilişki iltimas qilganlar bor. Buni Allah. xalqimiz biladi. Bu yerdagi masala, men endi bu intizor deganni boya ishkinglarni ayt undan tushuntirib o'tib ketdinglar. Bu bir Uyg'ur, men Uyg'ur deb qaramayman bunday insonlarni. Chunki men Amerikaningki Uyg'urlar, Sharq Turkistonlik Uyg'urlar yo'q, ammo Jungolik Uyg'urlar jiqraq ba'zi shtatlarda yashab baqqan. Bunda Uyg'urlar jiq. U yalnız bu intizor emas. Uyg'ur bilan Uyg'ur o'rtasida bir-birisi bilan Xitoycha chaqchaq qilib, mahjong o'ynab, bir-birisi bilan nihao deb ko'rishib yuradigan Uyg'ur az emas Amerikada. Hamda bu yalnız intizor bo'lmaganligi uchun menga bu bak ta'sir qilib ketmadi bu. Bu bir hamda shu Jungolik Uyg'urlarning ichidagi bir shunda axlatning biri hamda. Bu yerdagi masala nima degan chog'da men bu yerda intizor to'g'riliq to'xtalishni to'g'ri ko'rmayman. Chunki ham tonimayman, ham bir axlat hamda bu. Bu yerdagi asos bo'layotgan masala buni negizidan o'ylab kelsak, bizdagi milliy irodaning yo'qligidan bo'layotgan narsa deb qarayman. Nima uchun bu yerda milliy irodaning ojizligidan bo'layotdi deyman degan chog'da biz hamda uzun yillik bu ishg'oliyat jarayonida biz e'tirof qilayli yo qilmayli, biz milliy irodadan nihoyat uzoqlashib ketgan bir millat. Bizningki hozir shaxsiy irodamizni hatto Uyg'ur xalqimiz biz milliy iroda degan nima deganini bir analiz qilib bakmagan Uyg'urlarning orasida mush chet elda yashayotganlarning mush da'voning ichidagi da'vo sepidagi ishchiliklardimi shaxsiy o'zining irodasi bilan milliy iroda o'rtasidagi farqni analiz qilib bakmagan Uyg'ur jiq. Bu yerda shuni ko'rib olamizki, butun mush bo'layotgan mush da'voga ihonat, mush da'voga sotqinlik, mushu narsalar hammasi nimadan kelib chiqyapti desa, shaxsiy irodaniki milliy irodadan ustun his qilib olganligidan. İnsanlarning o'zining shaxsiy irodasini milliy irodadan ustun ko'rganligidan bo'layotgan narsa. Bu yerda buningga deb kelsak o'rnak bakchiq. Buningga deb kelsak insonlar o'rnak bo'lgan insonlar bakchiq buningga. Masalan, hatto o'zining irodasining milliy irodadan ustun bo'lganligi deb his qilganligidan bu ihonet, vatan davosiga ziyonkashlikni normal ko'rilgan bir ahvol bo'layotdi hozir. Misol, bayislar nəhayət yaxşı ifadəlab ötüb getdinglar. Men 99-cu yıl Amerikaya kelsem bir 20 neçə Uyğur vardı şu Washington paytaxtı ətrafında. Şu 20 neçə Uyğur nəhayət ümtuq. Hem belki şu vaxtlardımı o'xshamagan fikrdagi insonlar bo'lishimiz mumkin shu vaqtlarda. Lekin bir farq shu, hozirgi bilan farqi bir Uyg'ur qo'pib shu atalmış XJ degan ismni bizning vatanning Xitoy qo'yib bergan shu ismni qo'llanamatdi. Hatto Xitoycha gap qilishdan, Uyg'urlar orasida Xitoycha gap qilishdan, Xitoycha atalg'ularni chiqarib yutib qilishdan ehtiyot qiladi Uyg'urlar. O atalmış XJ degan ismni aymanmay qo'llanish emas. Masalan, shu radio Erkin Osiyo radiosini misol olaylik. Erkin Osiyo radiosiga nima uchun Sharq Turkiston demaysizlar deb shu vaqtida Dolqun Qamiri deb bir Uyg'ur bo'limining boshlig'i bo'tdi. Ömer Qanat shu chaqda shu radiodagi shu radiodagilarga nima uchun Sharq Turkiston demaysizlar degan vaqtimizda biz Sharq Turkiston delanmaymiz, chunki bu radio axborot organlarininki u bu buyrug'i deb Uyg'urlarni oldigan. Hamda qo'pib aymanmay XJ degan ismni qo'llanyapti masalan shu Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi. Başta ahvolum bo'ldimi? Men anglab qoldim başta XJ'ni qo'llagan ahvol bormi? XJ'ni qo'llanib turib axborot beryapti. Masalan, XJ degan ismni qo'llanishga birinchidan bu millat o'zininki insonlarning ashad har bir mushu da'vo sepining ichiga kirib olgan insonlardagi shaxsiy irodaning milliy irodaning kuchli bo'lib ketganligidan bo'layotgan narsa. Agar bizda milliy iroda kuchli bo'lsa, shu ismni ishlatkizamdi bizning xalqimiz. Tabii. Bu yerda bizning radioda Uyg'ur Erkin Osiyo radiosi, Radio Free Asia'da ishlayotgan Uyg'ur qarindoshlardan ranjishim emas.
Bütün Uyg'urdan ranjiyotiman. Nima uchun degan chog'da Uyg'urlar agar milliy iroda kuchli bo'lgan bo'lsa, Sharqi Turkiston degan ismning qo'llanilmay, ash Uyg'ur diyori degan vaqtida shu insonlarni yavil yakson qilib o'tish kerakdi. Sana bu huquqni kim berdi bu ismni qo'ydiganga? Bu radio yoki bo'lmasa bu da'vo shu Sharqi Turkiston bizning Uyg'ur millatimizning ismi bilan shu davlatning ismi bilan atalsa ataldi. Bo'lmasa bu XJ degan ism bilan atiladigan bo'lsa yoki Uyg'ur diyori deydigan bo'lsang, sana bunda sana buya loyiq emas dalaligan bo'ladi. Demaysa degan bo'ladi. Biz Amerikaga yangi kelgan vaqtlarimizda bu XJ degan ismni qo'llanadigan odam o'zi bir xoindek ko'rinadi. Ammo hozir normal bir ahvolda ko'rinib bo'lyapti hozir. Hamma odam aymanmay qo'llanadigan darajaga yetdi. Hamda bu yerda yana bir narsa, vatanga ihanat, sen xoinsan desang ba'zi odamlar, yoki sen vatan sotqinisan desang ba'zi odamlar og'zini buzib tillab qo'yishi mumkin hozir. Kimingni xoin deyapsa, kimingni kim berdi bu huquqni, sen nima uchun meni xoin deysan, munofiq deysan deyishi mumkin. Ammo o'zimizdan so'rab yiqishimiz kerakki, har bir Uyg'ur, har bir Sharqi Turkistonlik o'zimizdan so'rab yiqishimiz kerak. Biz qilayotgan ishimiz Sharqi Turkistonning mustaqillik davosiga ziyonmi, foydalikmi? Agar Sharqi Turkiston mustaqillik davosiga biz ziyonkashlik qilayotgan bo'lsak, demak biz vatan xoiniga o'xshash harakat qilgan bo'lamiz. Masalan, hozir Uyg'urlar, ba'zi Uyg'urlar chiqyotdiki, biz o'zimizni saqlab qolishimiz kerak. Biz kimligimizni saqlab qolishimiz kerak. Bizning hozir eng muhim masalamiz Uyg'urni saqlab qolish. Ya saqlab qolsang nim foydasi hozir seningda milliy egemenlik, seningda milliy egilik huquq bo'lmasa, sening saqlab qolganing nim foydasi? Bu yerda shu bo'layotgan narsa millatning mingisini qaymoq turib, aya Abdurimjon qarinishimiz degandek, opirib yana bu Sharqi Turkiston mustaqillik davosi, mustaqillik irodasini yo'q qilib, yana shu Xitoylardan ayrilanmaydigan, yana shu Xitoyning bu kommunist partiyasining cho'kadiganligi enib, buni bir kun bo'lmay, bugun emas, ertamis o'gun bu Xitoy kommunistik partiyasi cho'kadi. Chunki bu dunyoda ahmas bir sistem, ham bu sistemni oqqizmaydi boshqa davlatlarmi, boshqa demokratik davlatlarmi, mang'uzmaydi. Bu hamini cho'kadi. Hamini cho'kadigan vaqtida nima kerak degan vaqtida bizning Uyg'urlarning orasidagi haliqi xo'sh-xo'shchi, haliqi o'zining shaxsiy irodasini milliy irodadan ustun ko'rib olgan satqun mijoz Uyg'urlar kerak Xitoylarga. Chunki hech bir Xitoy, oq Xitoy bo'lsin, qora Xitoy bo'lsin, demokratik bo'lsin, nim bo'lsin, Sharqi Turkistonning mustaqilligini qo'llab baqqan bir Xitoy yo'q hozirgacha. Endi Sharqi Turkistonning mustaqilligini hech bir Xitoy qo'llamaydi ekan, Xitoyning qaysi bizning do'stimiz bo'laydi? Bu yerdagi maqsad Jungo Kommunistik partiyasi bizning dushmanimizmi yo butun Xitoymi? Bu yerdagi farq shu, butun Xitoy bizning dushmanimiz. Bu yerdagi ba'zilar buni yumshoqlashtirib, Xitoyning ichidami yaxshi insonlar bor. Xitoyning hammasi bizning dushmanimiz emas degan narsa bilan buni chiroylilashtirib, yanada keyin Xitoylar bilan birga yashab qolsa, qanday yuziga qaramay deydigan shu ideyadagi insonlarning qilayotgan gapi bu. Amaliyotda sening Xitoyning yuziga tükürishdan, hatto uningdan qisos olishdan boshqa vazifang yo'q Uyg'ur bo'lsang. Bu yerda sening Sharqi Turkiston to'proqlariga, Sharqi Turkiston xalqining irodasidan halqib, Xitoy hukumatiga ishonib turib, Sharqi Turkiston to'proqlariga dassigan har bir Xitoy, hatto yolg'iz Xitoy emas, Jungo degan bu ishg'olchi davlatlar hukumatiga ergishib, bizning to'proqlarimizga dassigan har qanday Xitoy grajdani bizning dushmanimiz. Bu yerda buni qilish kerak. Bu yerda bir millatda milliy iroda va bir millatda milliy dushmanga bo'lgan oydinlik, aniqlik bo'lmag'ashqa bo'layotgan narsalarimiz. Rahmat adash. Ma'u sen deb o'tding Umid. Amerikadagi endi
Bayaqı bir gapimda aytgandek Jungolik Uyg'urlar xeyli bor ekan. Asli biz anglashni bakmi xohlamaydigan bir ish, chunki hozir Xitoylik dunyoga mushtum zo'rlik qilma deb, dunyoni men boshqurma deb toza kuchayotgan mezgilda Yevropa asosan taslim bo'lib qoldi. Shundoq Abdurimjon, eng kuchli davlatlar masalan Yevropadagi Germaniya, shu Yevropaningki parovuzi, Fransiya deymiz, bu davlatlar hammasi Xitoyga tizgib bo'ldi. Fakat ve fakat Amerika kaldı hazır, yani Oğulvalı'dek, Trump'dek bir saran çıkıp, Xitay virüsü diyalaydıgan bir Amerika kaldı. Muştakalıkta Amerika'daki faaliyetlerimiz nihayet mühim Uygurlar için. Çünkü hem de bayağı ümit digendek bir, ne deyimiz, hem de Uygur'unu bir malını soyuştu mu mesela azrak bir rehim buludu. Azrak mesela o gariplikler pangatam mengisi biznet Moskva etip anadaki soyuydu ki. Bir malını soyuştu mu insanda rahim buludu. Ama Uygur ne hazır piyazdan postuna kalgandaki aktivit vardı. Malını soyuştu mu vahşi alette hazır. Mesela lagerlar 3 milyon solğandan sırt Xitayda virus tarqalib, Xitaylar özleri virusdan korkup zavod fabrikasiga chiqarmayotgan ahvolda, ama o'zi bo'ladiganlar bormi yerda bizning vatandagi yoshlarning hammani turkumlar poyezga besib apirib, shu Xitaylar ishlamaydigan zavodlarda ishlatyotdi. U o'lsa hech kimning chatig'i yo'q-ki. Chunki Uyg'ur uning nazarida bir besibilangan bir millat, bir qul. Yani bir qo'ychilik, cho'sqichilik qadr qimmati yo'q. Bu ideya Xitoy kommunist faşistlarida da bormi? Undaq emas. Ma Govunguy degan Xitoy o'zini demokratchi, Xitoyni demokratlashtirma, kommunistik partiya eng rezil, uni yo'qotib o'taman degan Xitoy mana shu qip-qizil kompartiya Xitoyga o'xshash shaklda ma o'zining manqisini, ma kuchkini bir Trump'ninki gapini, Chinese virus degan gapni chaplab qo'yganlik uchun sen terrorist debdi dedi. Demek ki Xitoyning hammasi o'xshashli Xitoy. Dünyada buladek ırkçı millet yok asli. Bu saran haqqılık milletçilik bir salayetім yok, çoğuşqulağu bular. Ama korkunuş var bu haq. Nima deganda özünü pes gördü bu gılar çok. Çırayımı adam o'xshamaydi, madaniyatimi insonnikiga o'xshamaydi, mehnat. Hozir lagman deyman, mo'miz oldiganga xemir jug'urgan javurda berib putini juydi, ishtonlari. Putini jupab, qo'ngini jupolib, ertasi yana xemir jug'urdi. Demak ki bu odam emas, hayvon. Şu muz peskelçiklerini özleri bilgeçke, özlerinin isketsizliğini bilgeçke, isketlik, medeniyetlik milletlerini köygende milletçi bu oladı yani. Birbirini koluna tutuşup, uyultaştek ittifaklaşıp gitdi o. Nima deganda, biz pesket, insanların aldı kelgende biz ittifaklaşmasak, malani aldı çenip kaldığımız deptik özüyce, haqni yaratmagan tuski kirib oldi da bu işten oldu. Nima deganda sen taz deyici men tazda olaydı, oğrunun jürgü pok degen şu. Ama hazır dostlarımızdan anladık, ama Uygurlarning arasında biz 200 yıldek hem de asaret aslında yaşaş mezgilide biz Uygurlarning içinde şu milletçilik, vicdanlık, gururluk yaşaş degen narsa pek suslap ketipti. Boltma Ümit ağaynımızdan ağızdan Amerika'nın bazı yerlerden şu Jungolik Uygurlar köp degen anlap ko'nglim nayet yerim buldu. Ama bu bir ameliyat. Biz qalaymiz ki Amerika'daki yerde birden bir Xitoyga yaq diyalagan devlette hem biz ilgi çıkıp parlamentda Uygur kanun layihasini tasdiqlaymiz davatkan birden bir devlette Uygurning ovozi kuchli chiqish kerakdi. Ama afsus, qarab bakinglar, mana bu Yinti degan manqa o'sha yaqindilarga Uygur Amerika Birleşmesi'ninki sayılımında ularning tasvirlashicha Uygurlarniki apag'in eng cho'ng, eng dag'dug'liq sayılımıymış Amerikada. Onunla baş olgan manqa nima dedi? Xitoy bilan Bob Fu degan Xitoy so'qishib qolganda Bob Fu degan Xitoyning yordami bilan
Amerika'nınki yukarı dereceli əməldarlarıyla uçuruş fürsəti igi bolğanlığı üçün onun peşini qoyatmaydıqanlığını ısı sözləb qalqan. Yani meni Pompeo'nun yanına Eckerson, Rubio'nun qaşıq Eckerson, o Xitay olamdı, inan çatığanı mı? Imkanlışı ben. Xitay degen küçük tutsa, anda küçük tutsa, kolumuzda işim yok tutsa. Biz müstakil kıl bolsak bir nahiyeni bir yezini taşlap besi başkuramayımız degen manqa. Abi işki hanzu yoldaş soquşup qalsa hi 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 hi. Abi biz nemi desek buldu hi 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 degen manqa. Hazır Uyghur Amerika Birleşmesiga baş oldu. Hem Mao Inti degen manalıqı Go Xitayning küçükini ekirip yani 5 başquruvchining qatoriga qo'shdi. Ama Amerikadek ya da biz abay degandek bir biz şu kadar ümit tutadigan ya da Uyg'urga vakillik qiladigan Uyghur Amerika Birleşmesiniki ahvoli bu. Bir şeyde bir işke kızım emas, jiqarak yaqib qolganman men. Hozir fikr qatnashtirib qo'ygim keldi. Ammo bizniki chet eldagi shu vatan davası qilmaymiz. Vatan davası emas bu, asosli inson haqlari, madaniy haq, huquq, kundalik haq, huquqni talab qilish emas, shu dahshatda bo'layotgan ahvolimizni hamda uchur axborot shaklida ham yetkazish, shu faoliyatni qilib kelyotgan chet eldagi asosli cho'ng tashkilotlar, faoliyatchilar shuni qilib kelyotdi. Bular shu Xitoy bilan nima uchun bu demokratik Xitoylar bilan billa apaq-chapaq bo'lib manslar arısanlı bulmamdı, şu çekçigini arıvitiş gerek emasmidi. Ben burundan bu şuna teşebbüs kılattım. Şu çağlarda çoğun rəhbərlərin özü, aktivlərin özü deydiğin bir özürüsü vardı. Biz dəkkəki tüven derecede bizni g'arib dünyası tanımaydı. Bizning milletimizni, vatanimizni tanıgan halatdimi, ama bizning şu yerning davasını qılıbatqan bir faoliyatçı ekanligimizni bilmaydi, bizning salohiyatimizni. Biz şu demokratik Xitaylar, Yanjachi, Wei Jingsheng deydigan Avrupa Demokratik Xitay Partisi deydigan şundaq guruhlar bilan birga şu faoliyatlarga qatnashib, qaysi Avrupa va G'arb davlatlarininki shundaq bizga o'xshash xalqlarning davosini tinchaydigan dodi-haqqa mushlarning peshiga esilib borsak, andan keyin ular bizni tanıgandan keyin bularni biz bu demokratik Xitoylarni pələmpəyinin o'rnida qo'llanib, biz o'zimizni to'ntib olgandan keyin, andan keyin bularning munosabatini uzib o'z oldimizga andan keyin o'tirib chiqalaymiz. Hozirgi vaziyatda biz mushlarga ehtiyojliq deb tunishtiradi. Ahvolni shunda deydi. Bu 98-97 yildagi ahvollar. Yani şu Germaniyadakinde, yani dünyanın hem yerde uçakta bu Avrupa devletlerinde, Hollandiyada 5 Uygur, Şvetsiyada 10 Uygur diyende yaman az diyende asaslık uçaklarda. Asaslık Germaniyada, asaslık München'de diye bu şu bir kançı 3 teşkilat. Muşuadaki rəhbərlərin özü şu özünü eytattı. Biz şu demokratik Xitaylarınki aksığı ekşi yürüp özümüz oturuğa çıkıp özümüzün tanıtmasak, biz qaysi salahiyatla özümüzün tanıtalaymayız deb özünü eytattı. Bu aslında davamlaşkan. Endi demokratik Xitaylarni vasıt qılıpmı berip bulanmadı. Endi demokratik Xitaylar şu vaqtda bu Jenevada yılda bir qatim, iki qatim insan haqları münazirasi bulduğan çağda şu yığınga demokratik Xitaylar bir qancha vekil qatnaşdırdı ekan. Şu çağda andaki ularga yalvarış arqali andaki bizning Uyghur vekillerini ular bizninki sapning ichidagi bir guruhning vekilleri deb ayaga tiziltib akirdik ya o BDT'nin ishxonalariga, cho'ylik yig'in zaliga. Biz Junguninki Uyghur rayoniga vakolatdan da'vo qiladigan bizninki bu shaykillarimiz. Bizning tarkibimiz odamlarda bizning ko'k bayroqni talada Tibetning, Gomindanning, Mongolning bayroqlarini qatoriga to'qib qo'yib, andan keyin bundan bir qancha 2-3 Uyg'urni ichiga akirib, iznakkan ishkilni esib. Andan keyin Xitoylik Jungu degan vakillar qatorida Uyg'urlarning hammasi birga o'ltirgan ishga shu vaqtda. Mushuna faoliyat qilib yurar ekandik. Bu ishlardan norozi bo'ldik. Shunda bo'lsa-mu bu davomlashdi. Keyin shu 2006 yilga kelgan chog'da asosli mundaq tashkiliy jihatda yiqilishib olishilgan ish
bo'libmi qurultaydan asosan jiroqlashdi. Xitoylar asosli qatnashmaydigan bo'ldi. Ham bu BDT'nin ishigimi ekilib, qachon bo'lsa u yerda inson haqlari deb ahmaydigan da'vo ekan, o'cha biz cho'ng bildik u ishni. Voy BDT'ning ishiga kirib so'zladi desa, yomon cho'ng bildik. Endi o başlaq bir adetli bir ishga o oxirida 2018-yil 6 noyabr o yerda palkakini qaqtirib, endi Uyg'ur vakillari yenib chiqdi. Demak, shu vaqtda cho'ng bildik BDT'dan chiqsa kirib 5-4 minut Fransiya yenib chiqsa cho'ng bildik. Hem şu vaqtda o'zlari ashundaqdi. Hem şu Xitoy demokratlari bilan biz ahu deyishib o'zimizni to'ntimiz aytdi. Degandek endi o Xitoy demokratlardan vasitasidan tonulsunmu yoki başka bir vaziyat shunda pishib yetildimi tonulsunmu Uyg'ur ahvollari dunyoga tonuldi. Keyin 10 yillardan uzoq jiq vaqt Uyg'urlarniki masalasiga o'tirib chiqdi. Demokratik Xitoylarga ehtiyojim qolmadi. Endi hozir Amerikada andisanda shu Xitoyga munosabatlik yig'inlarga shu Uyg'urniki vakillarini, Xitoy vakillarini qatnashtirib yig'inga olib borgan ishlar bor ekan. Amerikada bu turdagi ishlar anda bir ko'rinib qoladiki, resimga tushib qoladiki, biz ularga tillab ketib qolsak, Facebook'da yo og'zimiz buzib ketgan chaqda, og'zimiz buzib tillab ketgan chaqda ular o'zlari aytib tushuncha beryotdi. Qanday qilamiz endi bu yerda Soyibxon Xitoylardan qo'shib bizni chaqirayotgandan keyin endi Xitoy bas biz bormaymiz degan olmaydi. Shu fursatdan foydalanib biz bu yerda o'zimiz davosini qilyapmiz deb ba'zilar tushuncha beryotdi, qaramoqqa to'g'ri endi. Ammo mavo xantiga o'xshash, aveliqi yeni bir balığa o'xshash maxsus Xitoylarning tarkibiga kirib, aql-uqul buluşup mada menayotgan ish bu bir xatarlik ahvol bu. Hozir ham Xitoy demokratlarini vasita qilib turib, uni chopqinda tanlaydigan vaqtni o'tib ketdi hozir Uyg'ur davosi. Qanday desa, Amerika hukumati Uyg'ur masalasini qo'lga olib rasmiy xohlagan chaqda xohlagan odamni chaqirib yoki guvohlik berdirib munda qilayotgan chaqning o'zida Xitoyning o'zini poknon tatma Uyg'urlarni nima uchun sen qirg'in qilsa sen deb Amerika hukumati igi chiqayotgan chaqning o'zida endi bu Mong'ol Xitoylarga Uyg'ur davosına ihtiyaç yok olanın çapını təliyediğinde. Ama ne için bunlar o Xitayların koltuq kirib alıdı o? İhtiyaç nime? Bu şey toxtab qalayım. Hem de ben bu şahtıma Abdurrahimcan qarindashimizning gapiga bir qo'shimcha qilib nim qilay, nihoyat yaxshi bir mazmun bo'ldi. Endi hozir bu yerda bo'layotgan shunga o'xshash munosabatlik bo'layotgan yana bir mazmun borda. Masalan, bu bizningki Amerika'daki Uygur kişilik hukuk kanunu, Uygur kanunu meselesi. Hazır muşunu sürüştürülgen adam yok. Biz Uygurlarda bir kıyık kızıklık var. Bir işkı zade şu çipip gitimiz, zade şu vaktin özüde bir gün çip baktığımız uzun yüzgüremeyimiz, devamlık 100 metre yüzgürep gidip kalkan biz. Hazır bunu sürüştürülgen bir teşkilat, bir adam yok. Bunu biz kılıvatımız davatkan bir neçe teşkilatlar var. Bunun ilgi çıkıvatkan bir neçe teşkilatlar var. Biz kılıvatımız, onu kıvatımız deydi. Ama nimi kıvatkan ne? Bu işinin nereden neye geldiğini, bu Uygur kanununun kıyaya geldiğini bir sürüştürülgen bir yer yok. Birisi yok. Hem de bir yerde yani bir noktanı ben bizim Şarkı Türkistanlı qarindoshlarning engiga sanmoqchiman da. Mushu da'voning ba'zi mushu qonun ishlarini Uyg'ur davosining qonuniy vazifalarini o'tayotgan, qonuniy javobgarliklarining ishini qilayotgan, davatgan insonlarga nihoyat diqqat bilan qarab chiqishinglarni umid qilaman-da men. Bizda Uyg'urlarda bir nihoyat uzun vadeden kelgan bu bizningki nasl surushtirish nasli yo'qolib ketgan bir xalq biz. Shaxsan men o'zimni desam, meningki buvamning buvisining ismini, buvamning dadasining ismini bilmayman. Buvamgacha bilaman-da. Ya'ni 3 avlod, 4-avlodgacha bilmaymiz. Ya'ni hisobda 3-avlodni to'liq bilmaydigan xalq biz. Ammo Xitoy bunday emas. Xitoy 70 sulolasigacha surishtirilgan bir xalq. Yana birisi, sizlar o'ylab qo'yinglar qarindoshlar. Xitoydek bir diktator bir davlatda bir nahiya darajalik kadr bo'lish uchun uning 7 sulolasini surishtirib, shu tarixdan Xitoyga mayli Qing sulolasidan tortib bo'lsin,
Çin sulalısını mı özümüzün devleti de itiraf koydu da Xitaylar. Çin sulalısından tartıp Gomindan, Gongsandan kelgende mi Xitay bilen Xitayga hemkarlaşıp işlegenlerinin uruk evladını östürdü. Nahiye derecesigacha. Nahiye derecesinden töverlerge belki bunu üyek ekep koyuş mümkün ama nahiye derecelik Shenji deydi o Xitaylar. Shenji boğucakta boğandan üstünlerge 7 evlat sürüştürüp ekildi o kırındaşlar. Yani Amerika'da dünyanın şu başka yerlerde hazır Abdunum rayonunun reis oğallarının balları Uygur davasınınki bir şey çıkıp algan. Uygur kanununu koluda tutup algan. Uygur kanunu dek mühim işlerde dadısı Abdunum rayonunun başlığı adamlar mişede şu işlerini kılıvatlı Uygur kırındaşlar. Bu kandak bir milli irade, bu kandak dava kırındaşlar. Biz aldı bilen Uygur özümüzdeki yanıla abay degenimde milli iradenin kemçiliğinden bir adam pala yedim ben palan mektepli tutdedim dese onun tohta manın dadısı kimdi, manın anısı kimdi, mavuz işini sürüştürmeyiniz. Eğer şu Uygurca gaklarlıqanlı bolsa, o toxtatdı, o Xitay bilen qançılık beğuva manı hiç qandaq sürüştürmeymiz. Biz o uçuk aşkarı Şarkı Türkistan davasıga ihanet qıganlarla bir üstelde oturup hamaq yalalaydigan haqbiz. Yani mesele bu. Biz muşu neslerini yengmey turup, muşundak inçiklik bilen milli davadan 7 sulalısıgacha ma davaga sadık olan adamlarni davanın dişine kelmey turup, yani uruk evladını sürüştürmey turup, to'g'ri bu yerda dadısı jinoyatchi olsa balası bunun derdini tartamdi deydigan mesele emas. Bu bir milli dava bu. Bu meselede Xitay ekep dadısını Abdunum rayonunun başlığı kılgan birisini ekep, niyege ekep, Uygur onun balısını ekep, Uygur'un davasının beşiğe ekep koysa bu dava kanda banadı. Resmi. Bunun için bir yerde aldı bile biz uygunlaşmamız gerek. Biz inkılap kılımız, vatanını azat kılımız değiştin burun aldı bile özümüzden azat kılışımız gerek. Doğru. Biz aldı bile Xitayga nefretimizni inik kılışımız gerek. Bizden Xitay, Kök Xitay, Seri Xitay kanlık olsun. Hatta Xitay grajdanının içinde, yani onun milleti Xitay bulmaslığı mümkün. Bir yerde biz Xitaylarla bizden düşünmenimiz desek, neyim kılışı mümkün dese, aynı vakti kelgen vaktida Xitay bizden vatandan çıkıp ketishga mecburluğundan vaktida neyim kıldı dese, başka milletlerini kozgusu mümkün. Ama Şarkı Türkistan topraklarına, Şarkı Türkistan ilgilerinin, asli ilgilerinin iradesinden başka xilap halda Şarkı Türkistan topraklarına destigen her kanda Xitay grajdanı bizden düşmanımız degen bir ideolojini uygutuşumuz gerek. Milli irade bulmay turup azatlık yok arkadaşlar. Biz hazır bütün Xitay'ın kontrolü hazır ötüp oldu bu Şarkı Türkistan davası. Meyli Abdülhamidçisi olsun, uçuk dele diğerleri olsun, dimigeller olsun. Hazır mesela Uygur kanununu sürüştürüp yapınlar hazır. Kimler kanda kılıp nelerge bastırıp etti Allah bilir onu. Şundan. Endi ağaynlarımızdan gaplardan çıkıp turup da hakikaten bizde hazır bizge en çok düşman bolayotgan iş bizdeki milli iradenin suslaşıp ketkenligi. Yani her qandaq bir millette bir milli gurur, milli irade boludu. Yani bizning odamlarda ko'pincha og'izda Uyg'ur bo'lganligidan faxrlanadi degani bilan ichida haqiqiy yurgidan urg'ib chiqadiganlar oz qolibdi. Ya'ni vijdonliqlar oz qolibdi bizda. Bir nima desa, hozir sen millatchilik qilsa, milliy da'vo inqilobchi deydi, inqilobchi emas. O vijdonliqmi emasmi deb bunday o'tsam, shu vijdonliqlar millatning g'amini yeyotdi. Vijdonsizlar ma itti deganga o'xshash millatning nomini chetib jundu tip yalayotdi. Jambe qilyotdi. Endi bu Uyg'urlarning orasida biz men biladigan Uyg'ur bundaq emasdi. Ajoyib qani qiziq, o'z millatini jenidan aziz ko'radigan, hech nimadan qo'rqmaydigan, shunga Xitoylar bizning kichigimizda nima deydi? Lang zayzi deydi. Lang zayzi degani bo'rining kuchugi degan gap. Ya'ni
bizni böre deydi. Neymiş ka? Kişigidin tatır palaqlıq muşi tütkülük Xitayını görse qoğu tep urup çoğup qalğan məsələn. Şoğa çoğulurum qoquttu kiçik bir Xitay çoğup Xitay kişik bu Uyghur ballardan dayak yap tamadı dep ketip qaldı. Aşındaqdıq. Bu 20 yıl burunqi ahval, hazırki ahvalga qarasa adamның jig'lisi keladi. Mush vaqtda abda haqiqatan bu Xitoyniki qattiq zulmi insoniyat tarixida ko'rib boqgan mislsiz ezishi, qirishi haqiqatan bizning millatning irodasini sundiryaptimi qandoq degan bir savolga javob topqim keldi mening. Masalan, mushu milliy da'vo qilyapti, vatanning da'vosini qilyapti deydigan tashkilotlarniki a'zolarga qarasak, boya misolga o'tdim Uyg'ur Amerika tashkilotini. Bizning mishada bir manqava bir poqsaq, uni poq tag'ri deymiz. O'zim kelangsiz sat bir gunim olsa, ammo o mishadiki, o qurultayniki vakili. Yani qurultayning bizim şu Norvegiyadagi vakili. O 20 yıldan açtı, chatga chiqqili, bir ig'iz halodun boshqani bilmaydi-da. Ammo Xitoyda uygunib olgan ilqi ishki ig'iz Xitoysi va kaldır, shuni ko'z qiladi. Tut Uyg'ur birodar kelsa, "Ay, men Xitoycha bilaman, juma" deb. Bir hikoyasini bir qatam numus qilmay aytib berganda, o hikoyasi hozirgacha esimda qolibdi. Bir kuni bugun olsa, Abtuzga o'tirib qolibdi. Abtuz o'tirib ketib olsa, keynida ishki Xitoy tatay kaldır Xitoy so'zishibdi-da bu. Tazi birisinin g'aybatini qilgan o'xshaydi. Bugun oz anlatmayapti. Anlatmaga birdan kulgidek, birdan qapıgan turgidek, birdan vijoyigidek, anadan keyin birdan ishki Xitoy tatay Abtuzdan tushibdi-da. Tushgandan keyin bu lalma tang tushibdi. Keyindan tushib, shuningdan niho deb salam bergan o'xshaydi Xitoyga. Bergandan keyin ishki Xitoy qarshi bu Xitoyga o'xshamagan cho'chib ketibdi-da. Sen Xitoycha nereden öğrendinse, "Oya şu Cumhuriyet'na" diyerek. Mana muşu pok tağırı, muşu pok Qurultayniki, müşahidiki vekili inqilab qilyapti-da. Qurultay yig'inlasa berib, o'zini uyg'on taxtayni bo'yniga qisib o'tiribdi sanqilab mundaq. Bunda ahvallarni men mesela Ürümçü'de men vatanda chiqib 20 yildan eshitdim, men Ürümçü'de men haqiqatan ko'rmagan bundaq pes Uyg'urni. Ammo chatga chiqib, chat nima deydi deganda, biz vatan uchun chatga chiqdik, vatanni tashlab deydi-ku. Ammo shundaq qiliq siyosat so'zlaydigan to'rt odam kelsa, azroq shu masalan abaqinda Xitoy tatayga ishki yig'iz Xitoycha gap qilarligini ko'z qiladigan odamda Elqi teşkilatlarının vekilleri, qarindoshlarım. Ama bazılar tam üst-başını yerim ağım kepti. Neyim oldu bu bizden milletler? Şu işgallardan sonra bakay. Hakikaten bu Xitoyniki 200 yıllık bu assimilasiya qilishi, ezishi, qirishi bizim milletning irodasini sundiryapti mu qandoq? Ben ishga qiz javob beraymi sizga? Yani bu haliki bizni ma'arif jihatda, fikr jihatda, tafakkur jihatda haqiqatan qilibdan chiqqani rost. Men hozir ko'ryapmiz, biz kichik chaqlarning o'zida shu peshqadam ma'arifchi, inqilobchi, diniy zotlar deganlar hammasi turmada. Men kichik chaqda shular turmada. Ondan keyin bu 80-yillardan boshlab 2000-yilcha araliqda bir 20 yil Xitoyma ma'lum bir mo'tadil bir vaziyatni yo'lga qo'ydi. Ma'lum jihatdan qattiq bostirsin, ya'ni ma'lum jihatdan asli bir Uyg'urlar to'g'risida tafakkur qiladigan, vatan millat to'g'risida yo'shurun, ta'na, kinoya gap bilan bo'lsa-mu fikr qilib, fikr ahli yetib chiqdi endi, yomon emas. Boshlarning o'zini hozir jug'ishtirdi. Hammasi jug'ishtirdi. Shu Jungo deb tursin, shu Xitoyniki tuproq bütünlüğünü e'tirof qilib, millatlar ittifoqini e'tirof qilib, shuni himoya qilib, shunchalik xizmat qilganlarning o'zini jug'ishtiryapti hammasini. Demak, Uyg'urlarni ma'rif jihatda, fikr jihatda bu asorat haqiqatan
tapdan chiqarayotgani rost. Bugünkidek mushunda qilgan nachar, axloqsiz, tafriqchi mushunda bu kutishimizga Xitoyninki, ya'ni 200 yillik asoratninki o'ynagan roli nihoyatda kuchli. Ammo odamdagi qaynab chiqadigan bir hissiyot, o vijdonning o'zini undaq bir zulm selish orqali unda yo'qotadigan narsa emas. Ve o'ylab beqinglar, shu 2009 yildagi voqeani Urumchida qanday bo'lib ketdi? Shu chaqda biz aşağıda bu millat tugab ketganmidi, qanday bo'lgandi deydik chatib turib. Ajab bir bo'lib ketdi deydik. Ammo shu ishkirda shalganda o'ldirilgan Uyg'urlarniki, yoshlarniki qon haqqini talab qilib Urumchida namoyish qildi, oxirida qo'zg'olib chiqib, ashaning o'zida Uyg'urlarga borgancha qilishni ko'tarib chiqib Allohu akbar deb ko'chada jihad qildigan o'shundoq darajada manzillarni ko'rdik. Yilqi ko'kmaykida qizninki manzirsini ko'rdik biz, resimni ko'rdik. Shu Xitoy askarlari qurolli askarning oldiga etilib berayotgan shu qizni ko'rdik biz, ayollarni ko'rdik. Demak, yilqi vijdon, g'urur onda asoratlan besilib ommaviy shaklda yo'qolib ketgan narsa emas. Shu chet eldagi taza hamma tarafdan bir o'ylab qarab baqsanglar, shu chet elda bulutman g'arb davlatlarida davoni iklab ketayotganlarninki 90%i hech qanday bir azob, zulm ko'rmagan desak bo'ldi. O'zi bevosita Xitoyniki zulmini tatgan odamlar emas. Endi mavu chet elga chiqib yashab yurish jarayonida atrofdagilarga moslashib, andan o'zimni Xitoy yo'qolsin deb namoyishga qatnashib qo'yish orqali andan vatandagi urug' tuqqan ota-onalarga balo qazo kelib, zulm kelib, andan keyin azoblanganlari bor hamda ular yomon ko'p. Bu 2016 yildan keyin hamda umumyuzlik solab zulm solgandan keyin chet eldagi har qanday Uyg'ur Xitoyniki bu zulmiga, azobiga chetilib ketdi, zulm tatdi. Ammo ondan burun 2016 yildan burun shu bayroq ko'tarib yurganlarninki vatan millatning davosini qilayotgan 90%si Xitoyda hech qanday zulm ko'rmagan odamlar. Unda bir zulmni tatmagan, agar ashularninki ko'pinchisi Xitoyninki zulmni tatgan bo'lsa, turmada xo'rlangan bo'lsa, tayoq yegan bo'lsa, qanchalik bir o Xitoyning mustamlakachilik siyosatininki zulmininki ta'mini tetigan bo'lsa, azroqcha bo'lsinmi, o chog'da bularda boshqa bir hissiyot shakllanadi. Erkin dunyoga chiqqan chog'da xuddi qapasning ichida azoblanayotgan bir sherning o'zi qapasdan chiqsa, shu yo'kirab oldiga uchirganni bisib kitib manganga o'xshash mundaq bir shaklga kilitli, albatta bunda hissiyot kilitli. Ammo qattiq zulm tatib baxmaganlar bo'lgan bo'lg'achqa, bularning o'zi nihoyatda mo'tadil, yumshoq elib mangadigan gap buni. Xitoy demay qancha odamlar deb Elkidak andan keyin mayaqinni yog'ilqi oshqagan Xitoylarni ko'rib, virusda o'lgan Xitoylarni ko'rib qo'shib ketsak, irqchi deydiganlar chiqdi-ku bizni. Mushning o'xshashlar da'vo sepidimi yomon ko'p. Shunday. Endi nomus qilib unda o'tirg'i chiqib daranmagan bilan unda Xitoyning bevosita azob tatib qoqqanlar oz bo'lganligi uchun bu ish rasmiy menda bir ochiq bir hissiyot bilan, bir g'urur bilan, vijdon bilan elib berilmayotgan narsa. O 200 yillik asoratda ezilib bu millat zodi tugishib ketdi, taslim bo'lib ketdi deb andaq bir yakun chiqarishdan burun shu tugishib ketayotganlar zodi qandaq tipdagi, qandaq iqimdagi odamlar deb qarash kerak. Endi yana birisi Umid qarindishimiz dedi, mushundaq bir vaziyat turibsa, Uyg'urlar bu ishga hech qanday inkos qilmayotdi dedi. İnkos qilmaslikda qanday degan chog'da voy bodlar, men bundaq haqlar yomon bo'lg'icha deydigan bir narsa bor-ku. Nima deymiz endi, sulhchilik, madoratchilik. Madoratchilik bilan o'tib hamma soha bilan yaxshi o'tadigan, qaysi guruhlarga borsa shunga yaxshi o'taydigan mundaq bir kayfiyat bor, yaxshi.
endi mundaq bir kayfiyatlar aytib umumlashgan bo'lganligi uchun andan keyin haligi menga o'xshash tersa achchiq yomon odamlar qo'pib Germaniyaning o'zida yolg'iz qolganligini ko'rsatganligi uchun yo Alloh Abdurahimjonbek o'qimayli jumonglar deb mana ibrat olgansiz-ku, ibrat eli ya Xudoyim shukr deyli, ashami yomon emas qilib nima qilalar endi ashundan boshqa qilib bo'ldilar. Ish turayli deb andaq haligidak nafratlanadigan so'zni tilga olsimu haligidak Xitoy bilan billa apaq-chapaq mangsimi haligidak Xitoy onu manangni deb qo'lni shiltib turib ekranda tillab butun dunyoga rezil Uyg'ur deb tillayapsizmi? Guyning olisi Xitoy qilib yakil deydigan yerdi yo'q, bo'ldilar. Uni bildigan bir yeri bordi deydigan mushundaq bir kayfiyat. Bu nimadan kelib chiqqan desa, adolatchilikdan haqlar yomon bo'lmaydi. Endi bu odatdagi ishni yaxshi qilmayotganlar bilan yomon bo'lmaydi deb bundaq yo'lni tanlagan odam u vaqtida o dushman bilan yomon bo'lmaydi. Xitoy bilan bo'lmaydi, to'g'ri. Dikkat chiqib endi bu Xitoyga o'tkinchi bir vaziyatda Xitoyga qarshi Xitoy deb qo'ysam, ertaga Xitoy chegarani ketib qolsa, anam-anamning o'zini turmadan qo'yib berib qolsa, andan keyin vatanga boradigan ishim to'silib qolmasin deb naqshu. Bundaq yotadi. Hammasi shu endi mahallaviy madorachilikdan tortib milliy madorachilikcha boradigan gap. Dushman bilan madora qila oladigan gap. Go Xitoyning o'zi shunda haqoratlab qo'lni shiltib turib ajoyib eg'ir haqoratlasa, o xanti va birisi men xanti deyaversam birisi menga ushtir qilibdi ayrim. Endi xanti degan u haligi aynan binasi ham ashta deydigan gap. Men uni ashta ataydi ekanman buni xanti deyman. Burunlar 2018-yili qaysam inti deb chiqdi, o'yini izlab qo'yib qarsam Xitoychilik faoliyat qilgan ekan, xanti deb shu vaqtda atab yurgan. Tamam. O xantining o'zi tipik mushu madorachi Uyg'urlarning vakili. Vakil xarakterga ham Uyg'urning vakil degan gap emas. Ya'ni O o'ttirg'i chiqqanlarida bu texa, o'ttirg'i chiqqani bu. Xarakterini, obrazi. Mushu madorachi Uyg'urlarning tipik obrazi. Shu xantining ko'rib olsak bo'ladi. Ya'ni mushu madora qilayotgan Uyg'urlar chet elning o'zida 1000 bo'lsin, 10,000 bo'lsin, hammasini to'plab akilib, qator bir maydonga tizib şu Go Xitoy ulamdı yoki yana bir qizil galas pop Xitoy ulamdı qashliq Xitoy bo'lmasin. Ya aşağıda azıcık danlıq Xitoylar deyli endi yoshbaki danlıqlar endi. Peshqadamlar ulan danlıq demaydi. Bularning ayrim danlıqlari bor. Yanjachi, Weijing deydigan peshqadam zotlari bor, bu peshqadam da'vogarlarning. Endi yosh bolalarningki alayda zotlari-da bu ikkisi. Mushu Xitoylar endi qaysi biri bo'lmasin, mushu minglagan, 10 minglagan madorachi Uyg'urlarni bir maydonga to'plab, hammasining ko'ziga ashundaq qo'lni shiltib turib, hammaning anangni, manangni, dadangni, senlar deganni rezil deb qo'shlatılsa, hammasi ashunga deputy shanshan deydi shular. Madora qildi. Nimishqa deganda, maniki puli bor, yo'li bor, Amerikaga kirib, Xitoy kommunist hukumatini, hokimiyatini, partiyasini tillayotdi, og'dirman deyotdi. Biz buni bilan madora qilaylik, biz unga kuchimiz yo'q, yo'limiz yo'q. Unga yomonlashib qolmayli deb madora qilib, hammasi uning oldida yejiydi. Bu ham dal mushu madorachi Uyg'urlarning obrazi. To'g'ri deding. Evet. To'g'ri, yaxshi fikrlar bo'ldi. Men bu o'xshash fikrda. Ama şu bo'layotgan masalalar haqiqatan Abdurahim qarindishimizning degandek, bu yerda shu madorachilik, uningdan haliqi yomon bo'lmay bo'ldi. İnsanlara yaman bulmay. Bu yaman bu Abdurahim qarindishimiz nəhayət mühim bir nərsini dedi. Bu yerda biz yaman bulmay deydigan narsa bu anamızın haqqı yo'q. Dadımızın haqqı yo'q. Bu yaman bulmay deydiganğa bu yerda millatning ishi bu. Bu yerda bo'layotgan narsa nima desa, manga ziyon yetmasa, men haqqi yaman bo'lib qolmasam, nəhayət mühim bir mazmunni o'tirib qo'ygan Abdurahim qarindishimiz. Bu hozir millatning da'voning ichida Vang sözlep o'ttirg'a abay jasorat sen degandek vijdon g'ururi chiqqan insonlarni yolg'izlashtirish va harakati bor hozircha. Shunday. U o'lqi qasddan bo'layotgan ish bo'lmagandek ko'ringan bilan bu yerda bir yolg'izlashtirish bor. Masalan, bu da'voning oldida rasmiy mushu
mustaqillik, vatanning mustaqilligi birdan-bir mening hayot nishonim degan odamlarni avtomatik holda yolg'izlashtirish var. Masalan, en qisqasi jamoat orasida uni bir yerga chaqirmaslik. Chunki bunday insonlar nima bo'ldi desa, bunday insonlar tavakkülçü oldu. Bunday insonlar bir Allah rızası için, şu vatanning davası için yaşaydı. Başka insanın hoşhoşçılığı bilen karı yok. Başka insan bilen hoşamet bilen karı yok. Başka insanlar onu hürmet kılamdı, kılmamdı, onu bir yer çağıramdı, çağıramamdı karı yok. Onun maksidi, niyeti vatanning mustaqillığı. Bunda bo'lgandan bu insanlar avtomatik holda abay degandek hoşhoşçılık karakteri bo'lmaganligi uchun bizning bu insonlarning maqsadi vatanning mustaqilligi bo'lganligi uchun bu yerda bu insonlar yolg'izlashtirilyotdi. Boshqalar buni ko'rganda Abay Abdurim qarindishimiz degandek, yo shu Abdurimlardek, Umidlardek jamoatdan topqamayli juma. Ya jamoat deganing nima? Jamoat deganing agar vatan millatning mustaqilligi uchun milliy iroda vatanning egilik huquqi uchun kurash qilmagan jamoat qurib ketsin unda jamoatni. Agar u jamoat bo'lsa, unda jamoatni boshqa millatdan topsang topgunki vijdoni va bir jamoatni top, ammo ihonat bilan yashaydigan jamoatning ichida bo'lgandan bo'lmagan yaxshi. To'g'ri. Endi bu yerda ma gap nega kelib qoldi desa, men bir ikki qizga gapib qo'yaymi shu bizning lagerlar masalasi. Hozir masalan jimmi bo'lib ketdi bizning. Şu lager meselesi to'g'riliq. Koronavirus meselesi bo'lib ketdi hozir. Endi şu lagerlar meselesi o'tgandimi bu vaqtda bir deb o'tib ketdik. Bu lager meselesi Sharqiy Turkiston da'vosiningki umumiy bir negizi emas. Bu faqat shuning 100dan bir qismi. Ammo u negizi Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Mening demoqchi bo'lganim shu. Eğer lagerlardan Uygurlarını koyuverse, demek biz bu davadan vazgeçemdik. Demek Xitayni biz keçirip ötemdik. Muşunchilik, qirg'inchilikga, muşunchilik anamizni, singlimizni, ağachimizni, bütün qarindoshlarimizni dafsanda qilganiga, millatning qinini to'kkiniga, yana bir millatni biz bo'ptilar deb ötemdik. Abay Abdurim qarindishimiz degandek, mushu milliy tushuncha bilan, mushu milliy ong bilan mangadigan bo'lsak, uni mi kechirayotdi bizning xalqimiz? Ama biz uyg'otishimiz kerak xalqimizni. Bu dava, bu bir lager meselesi bilan yoki bo'lmasa 21-2 million Uyg'urni bir yerga qoplab qo'yib berishi bilan bu dava tugmaydi. Biz oxirigacha Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lib, bayrog'imizni tikib, hatto uningdan keyingi Sharqiy Turkiston mustaqilligini qo'lga olgandan keyin qildigan da'vorimiz bor. Xitoydan o'chilish da'vorimiz bor. Xitoydan har bir to'kilgan qonning badalini to'latish da'vorimiz bor. Har bir ilingan bir tinlik, 1 kilogram petrolning, 1 kilogram oltinning bir zarrasigacha, bir misqoligacha uning hisobini oldigan da'vorimiz bor. Bu da'vo u Xitoyningki Uyg'urlarni lagerdan qo'yib berish bilan tugaydigan da'vo emas. Shuning uchun bu yerdagi da'voning negizlik maqsad Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingan to'proq degan narsani o'ttirg'i chiqarishimiz kerak. Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingan to'proq deganni xalqaro e'tirof qildirolmay, lager desak, Xitoy ozgina keyin qo'yutdi bu lagerni. Chunki uchilik iqtisod to'kanmaydi bu lagerlarga, u mangu davom qilmaydi bu lager. Ammo qo'yivatsa biz kechirib o'tamiz. Kechirmaymiz. Bunun qisas meselesi var. Bir yerde qonga qon degan narsa var. Bunu qonning qisasini alamagan odamning oxiratini so'rg'i var bu yerda. To'g'ri. Vallahi. O'sha masalalarda biz xalqimizga biz nima ish qila olamiz hozir degan chog'da Abay Abdurim qarindishimiz deb o'tib ketdi. Bundan keyin da'voni yoshlar, biz ilmi yosh. Allohning qachqishuri ömrümüz oxirigacha bu davoni qilamiz. Ammo bundan keyinki oldinla o'zimizning oiladan boshlashimiz kerak. Bu nafrat degan nereden boshlandi desa, dushmanga nafrat oldinla o'zining qalbida, undan keyin oilada boshlanishi kerak. Birinchi bo'lib Xitoy mollarini olmasligimiz kerak. Buni qilayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Masalan, mendan bir akam bor Virginiyada.
Çıkan deydi o Xitoy mallarını almaslıqdan başlaşdın, nereden başlamaya dep en tez yerinden başladım. Va uyda işiltilgan sirkidan başladım deydi. Endi bu nefs meselesi şu adam özünün nefsinden keçeliş kerakmış edi. Nefretning bo'lishi uchun vatan davosiga xizmat qilma deyish uchun oldi bilan nafrat bilan muhabbat aniq bo'lishi kerak. Bizning millatimizning orasida nafrat bilan muhabbat ayrim emas. Masalan, vatan davosi uchun jinini tikib kecha kunduz xizmat qilayotganlarga bir rahmat etish yo'q. Bizning mukofot berish u yoqda turibsan. Ya Allah razı olsun qarindishim deyish yo'q. Uning oqisini pullaymiz. Dava qilayotganlarga. Ammo vatanga ihanat qilayotganlarga jazosini berilmaydigan bir millatmiz. Oldi bilan bu nafrat, u muhabbat oldi bilan o'zimizdan boshlanish kerak, oilamizdagi nafsdan boshlanish kerak. Masalan, Xitoy ishlab chiqargan sirkini ishimisak nima bo'pti? Xitoy ishlagan malni olmay $10 qimmat bu Indoneziyada ishlagan yoki Meksikada ishlagan malni kiysak nima bo'pti? Oldi bilan nafrat shu yerdan boshlanadi, oldi bilan inqilob shu yerdan boshlanadi. Nafrat aniq bo'lgan vaqtida millatimizga shuni yaygan vaqtimizda, millatimizning engi shu dushmanga bo'lgan nafrat bilan to'lgan vaqtida, uni shundoq yoshlarimiz yetishib chiqqan vaqtida bu vatan ozod bo'ladi. Ozod bo'lib bayroq tikilgandan keyin tugamdi o bay deganimizdek tugmaydi bu davoti. Davom bo'lish kerak. Bir millatda bir vijdon, g'urur bo'lsa, qonning qisosini olish kerak. Bu agar vatanining mustaqilligi davosini qilish terrorizm bo'lsa, men terrorist bo'lishga rozi shaxsan. Tabii. Meni terrorist deb atishim nima bo'pti? Agar millatining qisosini olish terrorizm deb atiladigan ish bo'lsa, unda o'zi terrorist bo'laylik. Tabii. Nima bo'pti terrorist deb atilishdan qo'rqish? Nimaga qo'rqay? Meni terrorist deb atab Amerikaniki bir yerga apasa, shu javobni berishga roziman. Va vatanimning mustaqilligini uchun kurash qilyapman. Nima desang da demamsa. Shu. Nimaga Mushu gaping nihoyat yaxshi qiladish. Vatani, millati uchun qon to'kib, jon berib, vatanini, millatini ozod qilganlar hala bugungi kunda terrorist atilyotdi. Undaqda tarixda Angliyaliklarni qo'g'lab chiqarib, Amerikani mustaqil qilganlar terroristlar. Nemislarni qo'g'lab chiqarib, bütün Avrupa'nı azad qilgan Avrupaliklar hammasi terroristlar. Yaponliklarni qo'g'lab chiqarib, albatta o'zining kuchi bilan emas, chet elliklar bilan hamkorlashib, yaponliklarni o'z tuprog'idan qo'g'lab chiqarib, Cumhuriyetni qurgan Xitoylar terroristlar. Demak, hammasi terroristlar. Endi bugungi kunda bizniki Uyg'urlar orasida shu terrorist degan qalpoqni olsinlar dir-dir titraydigan. Terrorist degan qalpoqni kiyolmayli debla shu bir-birisining chiroyiga qarab ish qiladigan Uyg'urlar nihoyat ko'payib ketyapti. Hamda buningda sabab birisi Bay Abdurahimjon degandek haqiqatan chatga chiqqanmish Uyg'urlarning 90% turmada azoblanib boqmagan, Xitoyning tayig'ini yeb boqmagan bo'lsa, yana ba'zilari Bay Umid og'inimiz degandek shu rahat parag'atini qo'g'lishiblar, to'pdan qolmaslik, ya'ni shu aniga yomon bo'lib qolmay degan ideya bilanlar shu bir-biridan nom uchun yashab ketayotganlar oz emas. Hamda bir g'ayriy ahvol bu chet eldagi Uyg'urlar orasida haqiqatan boya do'stlarimiz deb o'tgandek uningdan qo'rqib shu to'pdan ayrilib qolmay deblar shu jamoatga aralashib o'tishni birdan-bir nishon qilib olgan odam nihoyat ko'p sonda bo'lib qoldi. Bu Xitoyning kutgani mushti. Ya'ni terrorist qalbqidan qo'rq, jamoatingdan ayrilib qolishni qo'rq, g'itqiz, mustaqillik dema, amal gurgur vaqirab, vatan uchun majlisiga urib, so'zlab ayrilib qolayotgan saranglardek bo'lib qolma deydi Xitoy. Shuni umid qiladi. Ama nahati külkilik yeri şu ki bu chet eldagi Uyg'urlarning ahvoli shu Xitoyning kutganidan chiqyapti, yani shu yerdan chiqyapti. Daqqaqinglar do'stlarim, endi buning nima sabab? O'zimi sababmi, Xitoy sababmi? Nima sabab bo'lyapti buning bu ishlar odatdan shakllanishiga? Xitoy albatta buni planlaydi ham ijroatga qo'ydi Xitoy. Mushu albatta hamda chet eldagi
Uyg'urlarning arasida Xitoyninki barmaqi yo'q deb hargiz kesib aytolmaymiz, bor. Doğru. Endi bu chet eldagi Uyg'urlarning orasida qandoq bir havo paydo qilish, qandoq bir xarakter paydo qilish, qandoq bir iqlimni shakllantirish, bu ishlarni Xitoy plan komitetlarida chet eldagi Uyg'urlarga qarata qaysi davlatdagi Uyg'urlarga qaysi xil iqlim paydo qilish, qandoq bir vaziyat, qandoq bir havo shakllantirishni planlab turib, odamlarni shu bo'yicha yetaklaydi. Ular andan keyin mayli ig'vo orqali, mayli yaxshi bir ahvol, yaxshi bir ishlar orqali, mehmondorchilik orqali, qandoq bo'lmasin, atrofga odam to'plash orqali, jamoat fikr paydo qilish orqali u havoni paydo qilib shakllantirdi. Endi buningki jinoyatchisi, bosh jinoyatchisi Xitoy. Buni ijroatni planliq chet elga yurgizadigan bosh jinoyatchi Xitoy. Ama onunla biz sezgürlük bilen ona karşı turanmaganligimiz, bu vaqtda günah üzümüzde. Onu biz maslaşqanligimiz, muş adam to'g'ri gap qilyapti, xudo gap qilyapti deb onu anqirmasdan, ona bir oldi keyniga qarab baxmasdan maslaşqanligimizning o'zidan shu Xitoyning ijroatininki qanot yeyishiga maslaşıp berganligimiz, zemin hazırlaşıp berganligimiz bu günah üzümüzde. Doğru. Ma Abdurrahimcan Qilichimizdan degandek, masalan Uyg'urlarning ichida Xitoyga ishlayotgan xoinlar uchiqsin, uchiqlarimi chiqyapti hozir, uchiq ashkar xoinlarimi chiqyapti. Yo'shirillarimi nurg'un. Endi bu xoinlar nima ish qila oladi deganni so'rashimiz kerak-da. Ba'zi Uyg'urlar bor, endi Uyg'urning ichida xoin bor. Baş xoin degan gapdan zerikib ketdik. Bu Uyg'urning ichida xoin bo'lsa nima ish qila oladi? Bu bizning bir atom bombamiz bo'lsa, yo bizning milliy istixborotimiz bo'lsa, Xitoyga setib o'tadigan degan gap bor. Men buni qo'shilmayman. Uyg'urning ichida albatta Xitoydan birisi kelib, masalan Govingudek birisi kelib Uyg'urning ichiga kirsa, Xitoylik ochiq oshkora hech kim uning ishonmaydi. Oldi bilan Uyg'urni topadi shu Xitoy. Bizga shu Uyg'urcha gap qila oladigan, ammo menga Jungoliq Uyg'urni topadi, Uyg'urcha gap qila oladigan, Uyg'urcha urf-odatni biladigan, toza uyiga mehmon chaqira oladigan, urf-odatni toza yaxshi biladigan, salom soatni yaxshi biladigan birisini topadi bular. Shundaqlarni. Endi o'qiganlarning ichidan Xitoy qandig'ini topadi desa, men degandek 7 sulolasigacha Chin sulolasidan tortib Xitoyga xizmat qilganlarni topadi. Bularni o'qitdi. O'qitib nima ish qildi desa, oliy bir yerlarda o'qitib akab advokat yo bir nima degan o'rinlarga mutaxassis, professor, voy degan o'rinlarga akilamda bizning Uyg'urlar haliqi burundan tortib yo pulvaga yoki bo'lmasa huquqlardan qo'rqib yuvinib qoldi bizning xalqcha. Haliqi kekash o'simi hojamning bolasi so'zilsin deydigan haliqi maqol tamsillar bekor chiqqan emas. Shu ya huquqlarga yoki bo'lmasa pullarga ta'zim qilib yuvinib qoldi. Appa xo'jalar davridan keyin qo'shqo'shchilik, shu taslimiyatchilik, haliqi qulchilik shu vaqtdan boshlangan. Endi hozir bular Uyg'ur davosiga qanday ziyonlarni yetkalaydi? Bular bir cho'ng bir ishni qilib o'tamiz yoki bo'lmasa bizning bir askarimiz bo'lmasa yoki bizning bir rasmiy muntazam bir davlat sistemamiz bo'lmasa deydiganlar bor. En qisqasi Uyg'ur davosiga, Sharq Turkiston davosiga qanday ziyon yetkazadi degan chog'da advokat qilig'iga kirib olib turib, shu yozadigan dokladlarda shu XJ deganni yozg'ini o'zi milliy xonata shu. Ashaga. Shu vatanning davosiga eng cho'ng ziyon yetkazayotganlar yo'shirin da'vo qilayotganda ko'rinilib turib, amaliyotda Sharq Turkiston davosininki negizlik nuqtasini burab XJ deb yozib va u yerga shu aymanmay Jungoning bir to'prog'i deb XJ Jungoning bir to'prog'i. Chunki bu yerda XJ deb yozgan vaqtida o'zi nima bo'ldi desa, shu bizning Sharq Turkistonning egilik huquqining Xitoyning bir to'prog'i ekanligini e'tirof qilgan bo'ladi. Bu eng Xitoy
qanchalik bizning da'voga ziyonkashlikni qilayotgan bo'lsa, ana mushunga o'xshash mush da'voning sepiga kirib olgan urutlar. Bular Xitoyga o'xshash ziyonkashlik qilyapti Sharq Turkiston da'vosi. Yo'q. Abay bir gapingni to'g'ri deding, ana shu Xitoy haqiqatan yet sulasini tekshirib, ularni maqsadlik tarbiyalab, aramizga sap bo'ldi. Shunday qarsaqlar aniq chiqib turibdi. Vatanda bir nima o'moq deb atalgan munofiqdan keyin beqib olgan bolasi hozir chet eldagi Uyg'urlarning ichida da'voning sarkisi, ya'ni jiqli odamlar u Aramzodning ismi aytilsa shapkasini ilib egiladi. Mao ayni vaqtga qaramayda 300 necha bolamiz kuyib ketgan bir ichinishli ahvolda Xitoyning bir monqi amaldori ishkirdan kelsa ahvol so'rg'ili. Oshning oldida xoshamat qilib yeyib bir nima umoq deb laqam olgan milliy munofiqning beqib olgan bolasi hozir oramizdagi eng talantliq, eng yaramliq davlat inqilobchi. Ya'ni hozir palani tashkilot, pustani tashkilot, davatqonlarning boshliqlarining hammasi o'sha haramzadadan maslahat oladi, yordam so'raydi. Bu haramzadan qo'rqmay ekranga chiqib, men butun Uyg'urga vakillik qilaman deb turib, bir g'arbning muxbiri, bechara muxbir shu haramzada Uyg'urga deb og'izdan bir mustaqillik degan gapni olaman deb tekrar so'rab, oxiri olgan javobi, yo'q, biz tarixdan buyon Uyg'urlar biz kurash qilayotganimiz avtonomiya. Xitoy mana Uyg'urga gapini mishada bo'lib o'tdim jasorat. Uyg'urga Sharq Turkiston davosiga eng cho'ng ziyonkashlik deganlarim naq mana mushtaqlar. Mana shu hatto bizning muttafiqlarimiz deb qo'yamiz hamda biz Xitoyning dushmani bizning do'stimiz hamda. Bizga yordam qo'lini sunay deyotgan davlatlarmi Xitoyni o'zining dushmani degashga bizga bir Uyg'urga yoki bir Turkga bu musulmonga deb amroqlik qilganligidan emas. Dushmanimning dushmaniga deb istoshlayotgan davlatlar bor hamda. Endi shundoq davlatlarda yashab turib, ana eng ig'ir ziyonkashlikni qila oladiganlar abaqa san deganlar shu Amerikadagi davlatlar og'ziga sipbasa biz mustaqillik talab qilmaymiz deydigan vatan xoinlari mana mushtaqlar Sharq Turkiston mustaqilligiga tarixiy eng cho'ng ziyonkashlikni Xitoy qanchalik ziyonkashlik qilayotgan bo'lsa, mushularni shunchalik ziyonkashlik qilayotganlar. Yo'q. Çoğuma o bugünkü asas tema bo'lib qolgan Xanti dedingmi, Abdurimjon? Xanti. O Xanti degan odamzada asli millatini Xitoyga o'zgartirishimi bo'lgan, ammo Xitoy bilan quchoqlashgan yerda tushunmi yo deb turib ko'rishib bo'lgandan keyin nima dedi deganda, "这个小伙子长得真帅，真他妈的高，1.90米以上哇。" O ta bandimi iti deb degan maqtab Xitoy degan bir mazgil uni o'zining inisidek, bolasidek qilib ketgan mana endi. Mr. Trumpningki Chinese virus degan gapini bir chaplab qo'yganligi uchun Taiwanda terrorist deb tiladi mana. Xitoy degan mana. Ya'ni demisimi Chinese virusga bu hamda buni shu boshqalar asli Chinese virus deyish kerak. Albatta. Buni hammamiz deyishimiz kerak Xitoy virusi deb. Ama bu Xitoy şu kadar sunni chidamas yani. O o'zidan chiqqan virusni Amerikaga dönga qo'yib, hozir nima deganda butun dunyo Xitoyning yaxshisi qilyapti emasmi? Sen shunchalik odamning o'limiga sabab bo'lding. Butun dunyoning iqtisodiy to'xtab qolgan holatda hozir. Uninki ziyni, iqtisodiy ziyni palani 100 trilliondan hisoblaganligimi az keladi hozir. Şunlaşqa hozir dunyo Xitoyni hisob edish uchun xalq qo'zg'aldi. Hukumatning vakillari nima deyotdi? Qashqani Rubio bilan boshqa Amerika amaldorlari dedi, avval Xitoy virusini bir taraf qilib olaylik, andan keyin Xitoydan hisob so'raymiz deyotgan mezgilda Xitoy virusi degan gapni titan to'mirga tekatgan gapda shuni o'zining jundisini yalab yaşayotgan Xantining inkiga birini tiplar yo'qol Aramzada bugundan boshlab sen bilan aloqam yo'q deb aloqasini uzib o'tdi.
Hele Xanti hazır bir bulun kirip mankısını yıkıp jıgılavatı daqçan. Onun için mavi cesaretçinin gepinge bu qo'shimcha qilib deb qo'ya mavi hammadan hozir xabari bo'lib ketdi hamda mavi Uyg'ur inglizcha xabarlarni o'qolmaydigan qarindoshlarimiz bu xabar deb qolsin. Hozir ma Amerikada bir necha shtatlar o'zinglar bilasizlar bu Amerikada har bir shtat bir davlatdek huquqqa ega. Hozir o'xshamagan davlat, o'xshamagan shtatlardan hozir ma'lum shtatlar 20 trilliongacha Xitoyga qonuniy arz qilib bo'ldi hozir. Ba'zi shtatlar qonuniy arzini sulib bo'ldi. Bu 20 trillion anda gap emas. Bir shtatningki bo'layotgani hozir 20 trillion arz qilsa, hamda bu yerda bu pulni alamaslik masalasi boshqa bir masala, ammo mushuni qonuniy javobgarlikka tortib hozir shtatningki bosh sudchisi deb qo'yamiz-ku, bosh nimasi deymiz, taftishlamda qoni. Rasmiy buni qonunga sudga yo'llaganligi o'zi manda aytgan chog'da bu xalqaroningki bu Xitoy virusiga nisbatan Xitoyni qanchalik jazolaydiganligi oldimizda aniq. Bu inshaalloh hamda agar bu boshlang'uchi hamda har ishning aqsida bir xayr bor deb, har yomonning aqsida bir xayr bor deb bu har qanday o'xshamagan millatlarga ta'sir qilyapti albatta, hamda bu bizning Uyg'ur xalqimizga ig'ir ta'sir qilyapti, bo'libmi lagerlardagi bizningki ezilayotgan qarindoshlarimizga, Xitoyga yutkilib ketib qolgan qarindoshlarimizga. Lekin biz shuni o'ylashimiz kerakki, biz yillardan beri asrlardir bu Xitoyningki abdi basharasini biz ocholmayotgan, dunyoga biz tanıtolmayotgan abdi basharasini Xitoy virusi orqali texmo lagerlar orqali bir qitim qildi bu razillar. Ammo Xitoy virusi orqali bu millatning bu qanchalik askanda, qanchalik mehnat, qanchalik razil, uning ustiga hozir Xitoylari ba'zi Amerikalarda dunyoning u yerda Xitoylar tutilyapti, qasddan shu virusni tükürib u yerga virus tarqatayotganligini. Bu millatning dunyoga asli bu virus emas, dunyoga tarqalgan vaboning asli Xitoy millati ekanligini to'nib yetyapti dunyo xalqi. To'g'ri. Endi men bu kunduzligida ko'rib turman, qaysi kuni Avstraliyada bir Xitoy bu aniqlanganki, ya'ni shu Xitoy virusi bilan shug'ullangan Xitoyga shu yo'g'on bir market kirib, qata tizib qo'ygan mevalarga tükürüyotdi Xitoy. To'g'ri. Bir Xitoy ayolga shuning bilan kameralar bo'lgandan keyin do'konlarda kuzatib turgan u kamerani ko'rib yugurib kelibdi, saqchi yaqindan oldi kapirni. Uningdan boshqa shu liftlarda shu hammadan tutilgan nuqtalarga tükürib qo'yayotgan, qasddan birimidan surkayotgan, Malayziyada bir suv uzish ko'lchikiga bir Xitoy kelib tükürayotgan, uni tutib oldi. Demakki biz Uyg'urlar nihoyatda ojiz kelgan to'qmi shu Xitoyning naqadar razilligini dunyoga anglitishda bek ojiz kelgan. Chunki biz aytgan hikoya bekli g'ayri olindi bularga. Chunki bu inson qiladigan ish emasni biz so'zlasak, ularning qilayotganligini bular sen hatto meni rasist deganlar bo'ldi yuzimga. Sen rasist ekansan deganlar bo'ldi. Ben rasizmniki eng dehshatli qirg'inchilikqa uchragan odam tursam, men ayat bo'lgan ahvolni bularga depasam, sen rasist ekansan deganlar bo'ldi. Ya'ni shu qadar anlatamadik, ya'ni bizning ichinish holatimizniki bu inson ishangidek darajada emasligidan bular anlatamay kelgan yo'q. Shu virus mana Xitoyning odam emas, u taqlayotgan Xitoy virusi emas, taqlayotgan Xitoyning qinidagi virus ekanligini dünya tanıp yetyapti. İnşallah bu işin ahiri bundan tügümeydi. Bayağı ümit degandek. Biz çıkışlarını keçirayotganimiz bilan dünya keçirolmaydi deyman bu qatam. Chunki oddiysi hozir qaysi kunki programmamizda dedik, dunyoning liderlari Trumpdan tortib Fransiyaning prezidenti Germaniyaning Angela Merkelgacha hammasi biz hozir urush mazgilida deb e'lon qildi.
Ha. Yani şunda holatda, yani kunda minglab odam o'lyapti. Urush mezgillaridan ba'zi kunlari o kadar ko'p o'lmagan. Bular g'aribliklarniki eng qimmatli ko'rdig'ini jon, insonning hayoti, undan qolsa mol, puli, yani cho'g'diki. Hozir Xitoy sababli bu ikki yilsiga qas kelyapti, jonlaridan ayrilyapti, mollaridan ayrilyapti. Shundoq ekan, bu bir ofat oxiri dunyoni o'yg'atdi. Xitoyni haqiqiy tunib yetyapti. Hamda ağınlarım biz kichigimizdan anglaydigan bir gap batdi. Atanımız kichigimizdan deydi, şu qachon oxirgi zaman bo'ldi deganda, şu Yajuj Majujular dunyoni qoplab ketganda oxir zaman bo'ladi deydigan bir gap batdi. Shu gapni anglab cho'ng'ilgan biz. Masalan, bu oxir zamonning furqini purab qoldi, masaladan purab atamdi qandaq. Ahir zamanlar bu dini ulamalar bizim demese hem de maddi dini mesele bu hem bu bizim ata-analarımız her gün okup dikkatim ahir zamanın alameti edip dini bir hissiyat ile onu evlatlarını terbiyelep gaflet kılmanlar dep öğütmanlar neyse endi ahir zaman diyenimiz şu bir gün bir tinik ölse bir ketim şu adam için zamanın ahirlaşkan bul endi manglagan gap. Ama Abdurrahim kardeşimiz daha doğru dedi. Ötkende bir bizim bir Türk bir dostumuz vardı. Kala bir dini nemisi var. Şu ahir zamandan gibi çıkıp kaldı mı? Niyede şu gap isim gibi kaldı. Ahir zamandan gepini kısam küçülüp gidip hem de özü naat Kur'an'ı tefsir kılalaydıgan naat bilimlik bala hem de. Ümmet kardeşim deydi sen ahir zamanın kaçan kelişinin nemi özağını avar kılsa sen eğer ben kopalandım kopanmamdım degenin kıymını kıl bir minut dinkin yaşamamdım degenin kıymını kıl her gün ahir zaman emniyette biz için dedim Abdurrahim kardeşimiz degende şununla biz aldı bilen yani şu davanın gibi bağlandığı bu gap. Onun için her günümüzde ahir zamanımızda bizim ete yoki bir minutdan keyin nima bo'lganligimizni bilmaydigan bir hayot bizga Alloh taolodan berilgan bo'lgandan keyin xuddi ete bizim oxirgi kunimizdek bugun vatan uchun nima ish qila oldim, shu millatim uchun men nima ish qila oldim deb yashasak oxiratdami javobini bera olamiz deb o'ylayman. Nima ish qilding vataning uchun, xalqing uchun degan so'roqqa ham bu dunyodami o'zimizmi bu xalqimizning oldida bir vijdonimiz bilan ketimiz deb o'ylayman. Hamda oxirida yana bir deydiganim shu gapni necha qitim takrorlab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ham bizning shu millatningki xalqimizning orasidagi mushunchilik birliksizlik yani mush da'voga bo'lgan birlashamaslik milliy irodaningki milliy ideologiyaningki bir yerda mujassamlashanmasligi tarqoqchilik albatta buningda Xitoyningki qo'li bor deymiz ammo hammani Xitoyga otib qo'yishmi bo'lmaydi. Men nimadan ko'raman degan chog'da biz ikki turga bo'linib ketdik Uyg'urlarcha. Birisi Uyg'ur musulmonlar, yana birisi musulmon Uyg'urlar. Hamda nimishki bunda deyman degan chog'da bu hammamiz bir o'zimizni musulmon deymiz, ammo haliqi Uyg'ur musulmonlar bular hamda biz musulmonlarchilikdan to'liq xabarimiz yo'q. Asli bu islomningki pokiz taraflarini o'rganmay, haliqi xato chala o'rganib olganligimiz uchun bu Araplarning Bomug'ur örf odatlarini bulup mumuş Araplardaki şu terörizm deyimiz bu taraqtırıq nəsləgə uyuşmanlik bilan qarab Araplarning yurishtirishiga qarab uyushib ketganlikdan uni musulmondachilikqa bog'lab olgan bütün musulmonlarga uyushib ketgan bu Uyg'urlar bor. Musulmon desa şu qalaymiqan meynat bu kiyim kiyish uslublarini Araplarninkini ko'rib olgan ya Araplarni doğru olgan Uyg'urlarga qarablar
musulmon degan mushunda bo'lgan bo'lsa debda shu arablarni musulmon deb qarab olgan. Asli bunda emas, qarindoshlar. Bu islom dini boshqa, arab degan boshqa. Biz buning farqini bilmagan Uyg'urlar deb qarayman. Shuning uchun islomda bo'lishga tegishli bir Allohdan qo'rqib yashashni xohlamasa, bir Allohning oldida ta'zim qilib, yoki bo'lmasa Allohni inkor qilib turib, har kuni uchirgan mahluqotning oldida ta'zim qilib yashamsa, o'zingdan kuchli degan gap chiqadi bu yerda. Agar shu biz islomning bir Allohdan qo'rqib qolgan banda mahluqotdan qo'rqmaydigan Allohga bo'lgan itoatimiz kuchli bo'lgan bo'lsa, bu vatan bundaq ishg'olotdan qolmagan bo'ladi. Bu bir. Yana birisi abay men degan musulmon Uyg'urlar deganlarimning sababi buni necha qitim deb o'tib ketdim. Uyg'urlarimizning orasida nurg'un o'qigan, ilmlik islom dinini yaxshi bilgan qarindoshlarimiz bor, ammo Uyg'ur tarixidan zarrachilik o'qimaydi. Uyg'ur tarixi deganni ko'zga ilibmi qo'ymaydi. Ya'ni ular uchun tarix qachon boshlangan desa, islomiyat tarixidan boshlaydi. Uyg'urlar Uyg'ur tarixi ularning ko'zida yo'q. Shuning uchun Uyg'urdan faxrlanish, tuyg'usi yetilmagan ularda. Arablarning tarixini o'rganib cho'g'ganlik uchun, islom tarixi deb arab tarixini o'rganib cho'g'ganlik uchun o'zidagi faxrlanish, o'zining millatidan suyunish tuyg'usi yo'q. Shuning uchun bu o'ttirliq farq bizning Uyg'urlardagi Uyg'ur musulmonlar bilan musulmon Uyg'urlarning bir yerga kelmasligiga sabab shu haqda. Endi bugun bu Xanti degan Ramzada sabablik shu millatchilik, vatanparvarlik to'g'risida bu ikki og'aynim bilan nihoyatda ko'ngillik bir suhbat qildik. Chunki hozirgacha menga kelgan inkoslar, ba'zi inkoslarni o'qib yig'lab ketgan vaqtlarim bo'ldi. Haqiqatan ba'zi shu vijdonliqlar, shu bulung'ishqoqlar qolib qoldi, ayrilib qoldi, to'pdan ayrilib qoldi, jamoatdan ayrilib qoldi, ammo vijdoni azobda. Ular deydiki, hozir shu bizning ekranlarimizmi shu vatandagi o'xshashlar yaxshi taraflarni maqtaydigan birimlar bo'lib ketdi, vijdonli, g'ururli gaplarni qiladigan ekranlar yo'q. Shunga Tanımaşmadım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben sözüm ekran alınmaydıqanda. Ben hazır program qatqantam. Ekran deydigan gaping bormi, ayrim gapmi? Ayırım gapdi. Ayrim gap bo'lsa, sal turib qilishim. Yetib qo'ydim shu. Ay, WhatsAppga qarab qo'y, men ishga qo'l bilan yetib qo'ydim, o'qib qo'yasan. WhatsAppga yozdingmi? Ha, tamam. Ma'qulmiz qo'sh. Ammo boya degandek, shundoq oz bo'lmagan qarindoshlarimizdan xat topshirib olib olma. Shu sizlar ekranga chiqib gap qilsanglar, biz xeli yengillab qolamiz, xeli huzur olamiz. Ko'nglimizdagi gaplarni qilasizlar. Shundoq gaplarga bek ehtiyojimiz bor. Yo'qolib ketmasanglar, pat-pat chiqib tursanglar. degan narsalarni ham qandaq temalarda so'zlashdiki, o'zining fikrlarini, talablarini yozadi. Shunlashqa bu programmaning beshida degandek hozir bizda hali sharoit bo'lib qoldi, ya'ni burunqidek aldarash emas, vaqtimiz bo'lib qoldi. Shunga xalqimizmi hozirgidek o'zgarishchan jiddiy vaziyatda bizga o'xshashlarniki gap so'zini anglashga ehtiyoji borki. Shunlashqa do'stlarim, sizlarga deydiganim ekranni pat-pat ichib turayli. Chunki dunyoda har kuni degidek yangiliklar bo'lib turyotidi. Bu haqda Bay Ümit ağanımız deb o'tdi, shu millatimiz orasida til qiyinchiligi bo'lganlik sabablik nurg'un xabarlarni asli manbasidan o'qib bilolmaydigan, to'g'ri uchur egallayolmaydigan, anodikin bir xil muloyiza to'g'ri bo'lgan muloyizalarga ehtiyoj bor do'stlarimiz, qarindoshlarimiz oz emaskan. Mushlarning havolasi talabi shu bo'lyotidi. Shunga do'stlarim, sizlarga deydiganim, bundan keyin mushtaq muhim ishlarda, nuqtalarda bugünkidek erkin, xuddi odatda o'zimiz paranglashib turibmiz.
Ama özümüz bilen çekilinip kalmışsa onda paranlaşışla halkımız bilen tam paranlaşsak diye ümitlimen. Ahırda azırak yürek sözünler olsa anlasak, anladıkken programını ayaklaştırsak. Rahmet, cesaret senin bu şu programla uğurlaştığınızga. Abdurrahimcan kırınışımızga rahmet. Yani yüz görüşüp duramız inşallah. Rahmet. Yaxşı. Biz hem özümüzce bizim ko'nglimizga, özümüzün ko'ngliga yoqilgan söhbət qildik deb o'ylaymiz. Ama ko'pchilikka yoqish yoqmasligi ayrim masala. Bu shunday bir fikrlarni hamma odamga yoqilgan emas, balki kishilarga yoqmaydigan taraflardan o'tirib chiqishimiz muhim. To'g'ri. Rahmet bo'lib. Mening deydiganim shu, men azaldan sanpoqlashmayman. Ya'ni qancha odam ko'rib o'tdi, qancha odam inkas yozdi, qancha odam hambahrlidi, parvoyim bilak. Ya'ni men bilan o'xshash fikrdagi do'stlarim bilan fikr almashtirsak, o'ylaganlarimizni o'rtoqlashtirsak, onundan 10 odam naf olsimi, 5 odam naf olsimi, qilgan ishimiz unumli bo'ldi degan gap. Şuna ben program işlegende hayatta Allah rızalығы üçün hembeherlep koyunla, savap oludu, o like degende biz koyunla, oy bir inkas yazıp koyunla degende hayatta dep bakmadım, demeyme. Çünkü mening tutgan prinsipim şu, mening dostlarımı bana o'xshash fikirdagilar ham boya degan gapim bo'yicha bizningki shu fikrlarimizga ehtiyoj bo'lgan qarindoshlarimiz oz emasga. Şuna ben sizlarni bundan keyin pat-pat avor qilib turman. Bugun ham 2 soatlik vaqtingizni ajratib shu programmaga qatnashganingizga rahmat. Hozirgidek jiddiy vaziyatda hammalarga salomatlik tilayman. Hammamiz diqqat bilan Abdurrahimjon degandek bu Xitoy virusi o'zimizni hargiz tutib olmasligimiz kerak. Vatanning aytisi uchun, millatimiz uchun bo'lsa-mu Xitoy virusiga qarshi jangovar turishimiz kerak. Chunki Umid Ag'inam degandek bu da'vo vatanni ozod qilish bilan tugamaydi. Xitoyning to'kkan har bir tomchi qini, vatanimizdan so'mirgan har bir tomchi neft uchun qisos oladigan bu vatanning mustaqilligidan keyin qilgan da'volarimiz taqaba. To'g'ri. Ayni qarindoshlarım, rahmat sizlarga. Allohga omonat, yana bir ko'rishishga omon bo'linglar. Seni şu kadar sevdim ve ben seni
kadar sevindim bebek. Alnına gülmek en güzel aman, ben seni şu kadar sevindim ben seni şu kadar sevindim bebek. Lale kaynime bu özlem, ben asılın kimliğine. Lale kaynime bu özlem, ben asılın seni şu kadar sevindim ben seni şu kadar sevindim Dağlara dünya her taş ya ben seni şu kadar sevindim ben seni şu kadar sevindim ben seni şu kadar sevindim bana. Ben seni şu kadar sevindim.